Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsizlar. Bugun podkastimizda 950 kun oldin birinchi podkastni olib, mana YouTube ga joylab, yana 2,5 yildan keyin mana yana qayta o'sha inson bilan ko'rishib turibmiz. Bu insonni tanishtirishga ancha hojat yo'q. Hamma taniydi, hamma biladi. Shu 950 kun ichida faqatgina men qaradim, lekin Ozodbek hali ham bir xil bilib turibdilar. IELTS 9, arab tili C1, yana ana o'zi bitta видео бор, mana shu yerda qo'yib yuboramiz, ko'rasizlar. Сегодня у нас в гостях человек при жизни ставший легендой. Народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чечен и Ингушетии. Лауреат государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Человек признанный, известный, авторитетный, мэтр. Но потом подумав, я все-таки решил начать иначе. Сегодня у нас в гостях человек, который творил эту эпоху и который сам стал эпохой. Человек, которого я очень уважаю. Bilamiz, magistrda o'qiyapsiz hozir. Magistraturada. Qanday bo'lyapti endi o'qish? Rostini aytishingiz mumkin. Bu videodan dekanlaringiz, rektorlaringiz bilan pochtalarni bersangiz, blok qilib qo'yamiz, ko'rolmaydilar. Magistratura to'g'risini aytsam, juda ham zo'r bo'ldi. Mana 1 yil davomida salkam mazza qilib o'qidim. Chunki soham arab tili, o'qish zo'r, haqiqiy, nima desa bo'lar ekan, o'qish atmosferasi bor. Hamma qattiq o'qiydi va jiddiy haqiqatda o'sha sohamizga tegishli bo'lgan narsalarni, ya'ni arab tilini, masdarlarini ikir-chikirlargacha o'rganganmizda. O'zbek tilini ham yaxshiroq tushunishga qaysidir ma'noda shu soham, ya'ni arab tili lingvistikasi juda yordam berdi. Ko'p qaytardim bu narsani. Masalan, eng qiziqarli narsalardan arab tilida masalan bitta so'zni 5-6 xil varianti bo'lishi mumkin-da. O'zbek tilida ham shunaqa. Masalan, men, man, mas, bas da va shu o'zgarishlar qayerdan kelib chiqadi degan savollarga ham ko'rib chiqdik-da. 2-3 ta sabablari bor. Masalan, birinchisi o'sha yoningizdagi boshqa davlatlarning ta'siri, boshqa millat, o'sha yerda yashaydigan odamlarning. Masalan, Xorazmni oling. Eng o'zbek tiliga o'xshamaydigan aksent, sheva o'sha xorazmlarniki. Tushunasiz qaysidir ma'noda, lekin baribir masalan Andijon, Toshkent, Farg'onada emasda. Ikkinchi sabab shoirlar ekan. Ya'ni she'r to'qiyotganida nima desa bo'ladi? O'sha qofiyaga moslash uchun. Shunaqa, qofiyaga moslash uchun ozgina so'zni shaklini o'zgartirib, so'zni ham o'zgartirib yuboradi va uni qabul qilishadi odamlar. Chunki til o'zi til sohasida 2 xil yo'nalish bor. Descriptive, prescriptive degan yo'nalishlar bor. Ya'ni ba'zi tilshunoslar aytadi, til qanaqa to'g'riligini biz aytib bermaymiz. Kuzatamiz, odamlar qanaqa qilib gapirsa, shu to'g'ri til deyshadi. Ikkinchi maktab nima deydi? Yo'q. Qonun qoidalari bor, u qonun qoidalarini buza olmaysan deydi. To'g'ri va noto'g'ri ishlatish bor o'zida. Shunaqa. Endi shundan mana yaqinda IELTS xatni ham Davudxon Alexlar bilan munozara bo'lgan, ya'ni yep so'zi qanaqa yoziladi. O'shanda men aytgandim, masalan, yep so'zi 3 ta harfdan iborat. Y E P, yep. Bo'ldi. Yo'q o'tda. Yep o'zingiz bilan aytib ko'ring shu so'zni. Yep deb ko'ring, yo'q-da o'tda. To'g'ri. Tovush yo'q. Ha. To'g'ri so'z yep desam, yo'q deb turib, yep ham to'g'ri, unaqa degan spor ketib qoldi. O'sha sporning yechimi nima bo'ladi? Masalan, arab tilining eng katta olimi Sibawayh, o'sha nima deyshadi? Nabiyun nahv deyshadi, ya'ni grammatikani payg'ambari deyshadi. Sibawayh qanaqa qilib olamdan o'tadilar? U kishi Kisai degan katta yana bitta olim bilan, ular ikkita o'zi arab tilining ikkita maktabi bor. Basra bilan Kufa. Shu ikkita maktab bor. Bir-biri bilan ko'p munozara qilishadi-da. Tortishuv bo'ladi o'tda. Ya'ni grammatik masala bo'yicha Sibawayh bitta fikrni beradilar, Kisai boshqa fikrni beradilar. Endi ikkalasi eng katta olim. Kim uni hal qiladi, kim to'g'riligini? Ulardan tepada aniqlab beradigan odam yo'q. O'shadek. Masalan, men ham aytayapman, IELTSdan 9 olganman, Davudxon ham aytayapti 9 olgan. Bu yerda arbitr kim bo'lishi mumkin? Nima deyishgan? Arablar. Chunki til ularniki. Davay arablarni chaqiramiz deganda, o'sha masalani berganda ular Kisayin tarafini olishgan. Endi bu yerda olimlar aytishadi, что ularga pul berishgan, Kisai o'tda nimada, qasrda, to'da-suda va Sibawayh bundan juda ham mahzun bo'lib, xafa bo'ladilar-da.
uni ustiga ustak yana bitta udar bo'ladi. Ya'ni Kisai o'sha paytdagi amirga nima deydilar? Bu kishi pul uchun kelgan. Shunga pul berib qo'yinglar, ko'nglini sog'masin deb turib, двойной udar bo'ladi. O'shandan keyin yosh, adashmasam, aniq bilmayman, 35 yoshlarida adashmasam vafot etganlar. Lekin nabiyun nahv. Ya'ni arab tilini, grammatikasini otalaridan hisoblanadi. U kishini kitoblari Al-Kitab. Kimdir arablar o'sha paytda kimdir kitob o'qiyapman desa, aynan shu kishini kitobi nazarda tutilgan. O'zi qayerdan kelib chiqdi bu mavzu? Nima edi savol? Savol o'zi o'sha arab tili o'rganish jarayoni qanaqa ketyapti degan. Hozir endi mana bakalavrda o'tgan safar siz bilan podkastimiz davomida siz aytgansiz, bakalavrdagi o'qish sifati unchalik ham yaxshi emas. Bakalavrda o'zi biz o'qishimiz kerak bo'lmagan narsalarni o'qiyapmiz. Unchalik ham sifatdan qoniqmaganmiz. Lekin bilamiz, magistrda o'sha boya aytganingizdek hamma saralangan o'quvchilar bundan tashqari ko'pincha yo'lda ilmiy izlanishlar qilinadi adashmasam. Practical knowledge'dan ko'ra ko'proq theory va research. Ya'ni ko'pincha o'zi izlanishlar olib boriladi va menimcha muhit ancha yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni ilmiy izlanish qilinayotgan muhit bo'lsa, o'zi doim yaxshi bo'ladi. O'zi mana hozir podkastda o'zi ikkita trend bo'lyapti. Bittasi tirik kitob bo'lsa, bittasi siz bo'lyapsiz. Ketma-ket bir nechta podkastda chiqib, bu haftani o'zi 3 ta podkastda chiqdim dedingiz, adashmasam. 3-chi. Endi o'zim mehmon emasman-da, hammasida ham. Yaxshi, bari trenddasizlar. Tirik kitob aka bilan. Mezbon, o'zim chaqiryapman odamlarni. Endi qanaqa bo'lyapti mana muhit, o'sha ilmiy muhit yoki trendlar, mana siz ko'rishingiz bo'yicha universitetdagi o'zi butun boshli trend o'zgaryaptimi? Yoki faqatgina magistratura yaxshi-yu, bakalavr haligacha o'sha sizni qoniqtirmaydigan darajadagi ta'lim beryaptimi? Endi meni bitta ikkita kuzatishlarim bor. Birinchisi magistraturaga kirish haqida. Men o'ylayman, magistraturaga kirish jarayoni juda ham haqqoniy emas, 100%. Nimaga? Chunki diplom ballingizga qaraladi. To'g'ri, C1 bo'lish kerak, lekin C1dan tashqari o'ta asosiy narsa, asosiy faktor sizni diplom ballingiz. Shu diplom balli degan 4 yil ham hisobga olinadimi yoki faqatgina oxirgi 2 yilmi? Menimcha 4 yil hisoblansa kerak. Chunki GPA hisoblanadi-da u yerda. Biza o'qigan universitetda GPA faqatgina adashmasam 4 ta yoki 6 ta semestrniki olinardi. Chunki birinchi yildagisi umumta'lim fanlar bo'lardi. Misol uchun, men arab tilini bakalavrini o'qib, arab tiliga topshirmoqchi bo'lsam, jismoniy tarbiya, yana qanaqadir nima irrelevant fanlar o'qitilgan-sizlarda? Matematika, valiologiyalarning bali magistratura baliga ta'sir qilmasin degan ma'noda faqatgina o'sha biza ko'rib turardik uni GPA-ni, hozir aniq eslolmayman, yoki 4 ta yoki 6 ta semestrniki olinardi. Unda ham bitta fanni chiqarib yuborish huquqi berilardi. Ya'ni eng past olgan ballimizni chiqarib olardik oradan va keyin GPA hisoblanardi. Bunaqa emas demak sirada. Endi men aniq bilmayman, lekin bilish, meni o'ylashim bo'yicha har bitta fan hisoblansa kerak deb o'ylayman. Chunki har bitta fanni qo'shib o'sha общий знаменательный chiqarib yuborishadi, o'sha bilmayman qanaqa qilib hisoblanishini. Meniki 80 necha ham bo'lgan, 83 mi yoki 87 mi, baland bo'lmagan. Men o'zi qo'shimcha qabul bilan kirdim. Qo'shimcha qabul 1,5 barobar to'lanadi. O'zi shuni o'zi noto'g'ri, chunki nimaga joy borda o'qishga. Baribir qolib ketadi. Men bormasam o'sha 1,5 barobarini ham ololmaydi deng. Undan ko'ra joyini ko'paytirib qo'y, unaqa qo'shimcha qabul ko'proq pul to'lattirmasdan. To'g'rimi? Masalan, qizlarga bepul. Bu ham o'zi alohida mavzu, nima aynan qizlarga bepul? Menimcha bilmayman, endi bu yerda siyosat qanaqa ketyapti, что к чему. Lekin aytmoqchi bo'lgan narsam, masalan, o'tgan yili lingvistikani 5 ta odam bitirgan ekanda. 5 ta odam. U degani joy bor-da bu yerda. Hozir qo'shimcha qabul, ulardan ko'proq pul olish, hamma undan ko'ra ko'proq, bizdan ko'proq pul olishdan ko'ra qolganlarga ham pulli qilib qo'ysa, menimcha shu haqqoniyroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Vallohu alam. Xullas, diplom balli nima bunaqa noto'g'ri ish? Chunki birinchidan 1 yil kira olmadingiz, bo'ldi, hech qachon kira olmaysiz. Chunki keyingi yil ham xuddi shunaqa talab bo'ladi yoki bundan ham kuchayadi. Bu siz butun umrga shu yo'nalishga qiziqqan odamni imkoniyatini olib qo'yapsiz-da. Va shu yo'nalish bo'yicha juda ham zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, matematikani yomon o'qigan bo'lsa, jismoniy tarbiyadan past bo'lgan bo'lsa, butun umriga mahrum qilindi.
meni fikrimcha bu shaxsiy kuzatishim va bu narsa haqida ko'p o'ylab ko'rdim, to'g'risi. Shunaqangi tizim tuzishyaptiki, magistraturadagilarni ko'pchiligi nima qiladi? Magistraturadan keyin PhD qiladi. PhDdan keyin nima qiladi? Aynan o'sha o'zbek mahalliy universitetlarga yana kirib oladi ishga. Endi magistraturaga kirish uchun siz hamma fandan zo'r o'qishingiz kerak. Hamma fandan zo'r o'qish uchun siz sizni prioritetlaringiz noto'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni nima demoqchi bo'lyapman? Meni yo'nalishim islomshunoslikda, islomshunoslikda zo'r o'qishim kerak, arab tilini o'rganishim kerak, Qur'onni yodlashim kerak, to'da-suda. Lekin magistraturaga kirmoqchi bo'lsam, men valiologiyaga ham vaqt ajratishim kerak. Tadbirlarda qatnashishingiz kerak. Tadbirlarga qatnashishim kerak, ustozlarga poddakivat qilish kerak-da. Hamma mahalliy talabalar biladi bu holatda, ya'ni hamma ustoz ham zo'r emas. Ustozlar bilan yaxshi bo'lgan, aktiv bo'lgan, tadbirlarda qatnashadigan o'quvchi hammasidan 5 olish ehtimoli juda yuqori demoqchisiz, ya'ni. Albatta, ya'ni kuchli islomshunoslik bo'lmasligi mumkin. Lekin o'sha tuzilgan tizimga qarshi chiqmaydigan, nima desa bo'ladi? Docile deymiz ingliz tilida, ya'ni послушный, yes man haligi shu tizimga to'liqlicha bo'ysungan bir odam. Endi u odam magistraturaga kiryapti, PhD ga kiryapti, keyin qanaqa ustoz chiqadi undan? Sizni kursingiz hech qachon o'qimaydigan, diplomingiz hech qachon o'qimaydigan, lekin qara shrifti noto'g'ri ekan, boshqacha fontda ekan, snoska noto'g'ri, bu yerda unaqa to'da-suda, ya'ni mazmuniy jihatiga umuman e'tibor bermaydi-da. Shu faqat texnik faktorlarga e'tibor beradigan, ya'ni nomer 1 narsa bilim emas, galochka bo'lib qolgan. Чисто для галочки. O'qiyaptimi, tanqidiy fikr yurityaptimi yoki shu sohaga yangilik kirityaptimi, bu narsalar уже второй planga o'tib qoladi. Muhim emas bo'lib qoladi. Ya'ni shunaqa tizim hozir yaratilgan, meni fikrimcha. Ataylabmi yoki bu o'zidan o'zi kelib chiqdimi, bunaqa bilmayman. Siz aytayotgan 5 ta professor, ular hammasi arablar o'zi. O'zbekistonlik o'zi professor yoki dotsentlar yoki PhD ni tugatib hozir sizlarga dars berayotgan yoki berishi mumkin bo'lgan ustozlar qanaqa? Aksariyati zo'r o'zlarining sohasini zo'r o'rgangan, masalan Abdurashid degan domlamiz bor, ustoz arab tilidan C2 olganlar. Ya'ni o'zini faniga haqiqatda masalan muhabbat qo'ygan, masalan bizni nima desa bo'ladi ekan, darslarda ko'rsangiz oddiy masalan leksiya emasda, o'qituvchilar bor anaqa. Shu o'tirishmaydi professor odamga. Yoniga limon choy qo'yib oladida, biz bilan birga o'qiydi keyin kitobni. Ha, bu yerda shunaqa shekilli. Yo'q, siz bizga o'rgatishingiz kerak, buni biz bilan birga o'rganmang. Ya'ni shunaqa professorlar ham bor qayerdadir, menimcha hamma bilsa kerak bunaqa. Parallel olamda u. Hozir O'zbekiston Toshkentda emas. Instagramda bitta reels ko'rdim. U yerda qaysidir Conor McGregorni ashaddiy muxlisi shunaqangi Habib bilan urushini edit qilgan, o'zgartirgan. Hali reelsni ko'rsangiz xuddaki Conor yutyapti. Izohlarga kirsam, dumalab qoldim. Birinchi o'sha eng ko'p like to'plagan izoh, shunaqangi ko'p reels ko'rdimki, menimcha parallel olamga tushib qoldi. Bu parallel olamda Conor yutgan bu jangni. Endi qaysidir universitetlarda qanaqadir shunaqa professorlar bor. Yo'q emas, lekin u professorlarni siz masalan men bitta o'quv markazida ishlaganman, zo'r o'quv markaz, juda ham mashhur, egasi bilan ham shaxsan tanishman, egasini hurmat qilaman, gap yo'q. Illo o'qituvchilarga juda ham ko'p limitlar qo'ygan, chegaralar. Meni beginner o'quvchim bo'lgan. U beginner o'quvchini darajasi starter emas. 3 marta tugatgan ekan, beginnerni imtihondan o'tdi. Lekin darajasi elementary emas, yig'ilish kerak. Qanaqa qilib o'tdi bu deyapman-da. Managementga borib turib, bu kishi o'qish bu kursga yaramaydi, arzimaydi. O'qimaslik kerak desam, yo'q, chiqazib olmaymiz, chunki pul to'layaptimi, bo'ldi. Endi u professorlar ham xuddi shunaqa holatda. Masalan, PhDsi bor, universitetga PhDlar kerak, chunki qancha ko'p PhD doktorlar bo'lsa, reytingi shuncha oshadi, qancha reytingi shuncha ko'p bo'lsa, ularga fond ham, ya'ni mablag' ham ko'proq ajratiladi va hokazo.
Ya'ni siz u yerda uni o'zbeklarda bilasiz, andisha bor. Masalan, biz bakalavrda eng yomon ko'rgan, eng bizni ko'p yomon ko'rgan gruppa bizniki bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki 6 ta bakalavr islomshunoslik bo'lgan bo'lsa, bizniki aynan bizniki Yevropotok bo'lgan. Bitta. Yevropotokdagilarni bilasiz, andisha degan narsa kamroq. O'qituvchi BS yo'q narsalarni gapiryaptimi, u narsani yuziga aytiladi. To'xtang, hozir noto'g'ri gap gapiryapsiz. Siz o'zingiz bilmaysiz nima deyotganingizni. Bir kishi aytayapti endi, safar namozi bor. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, 5 vaqt namozni bittada o'qib yorishgan deyapti. Ustoz. Ha. Endi nima deysiz endi bu? Hozir hammani oldida gapirsangiz bo'ldi. Nazardan qoldingiz, u ustozni siz hech qachon bitira olmaysiz. Magistratura ekrolmaysiz. Yakuniylardan muammolar. Endi insof bilan-da, endi ozgina bo'lsa ham o'zingizlarni ustingizda ishlab turinglar. Endi hammaga qorin qo'yib olish, men hamma qorin qo'yib olyapti, tushunmayapman. Endi bu alohida mavzu. Prosta aytmoqchi bo'lgan narsam, complacency juda ham kuchli-da o'zbek o'qishlarda. Ya'ni oylik kelib turibdi, darslarni o'tayapman. Reglament bo'yicha ishlayapti bo'ldi. Ya'ni o'zini ustida ishlash degan narsa yo'q. Ya'ni bu yerda o'qitish yangi metod o'rganishim kerakmi men? Ya'ni darslarimda nima kamchiliklar bor degan katta savollar bor-da bu yerda. Shunaqa holat. Lekin magistraturadagi ustozlar, mana men sizga ustozimiz haqida gapirib beray, ozgina doktor Hilal degan hafizulloh. Juda ham kuchli ustoz u kishi. Nima? Mana dars jarayonini sizga tushuntirib beraman. Birinchidan umuman telefon ishlatish mumkin emas. Telefon men uchun shayton deydilar. Bu narsa haligi bir marta, ikki marta aytib qo'yadigan gap emas. Ya'ni ba'zida bo'ladi, telefonni yig'ishtirib qo'y deydi, ba'zi ustozlar bo'ldi. Yo'q, u kishi uchun bu non-negotiable. Telefon ishlatish qat'iyan mumkin emas. Siz bilan telefon bilan ko'rdimi? 1,5 soat, endi 1,5 soat u kishi tinmasdan gapiradi doskani oldida. Qancha dars bo'ladi? 80-90 minutmi? Va o'zlarini o'sha fanlarini shunaqangi ekspertki, o'zi kitoblar ham yozganlar u kishi. Endi arabshunoslar bo'lsa biladi, u yerda hech qachon oldin eshitmagan ma'lumotlaringizni o'rganasizda. Va eng menga yoqqan tomoni, masalan, qanaqadir savol bersangiz, izlan. O'zing izlan, mana zo'r savol beryapsan. Ya'ni nimaga bunaqa? Haqiqatda fanga borini berib o'qitadilar u kishi. Doskada polniy turib tushuntirib beradilar hamma yo'qni. Masalan, Ozodbek tushunarlimi hamma yo'q? Yoz, nimaga yozmayapsan? Fidoyi ekanlar. Shunaqa ustozlar bor-da endi. Shunga menga magistratura 100% magistraturani tavsiya qilgan bo'lar edim, illo o'sha qog'ozbozlik ko'p. Va bu narsa menimcha faqat Islom akademiyasida emas, hozir Islomshunoslik akademiyasi bo'lib qolgan. Hamma o'qishda ham shunday. Ikkita kurs ishi yozdirishyapti, ikkinchi nimada. Ikkita, o'zi siz bilasiz buni, ikkita kurs ishi har bittasi 30 betdan plus siz diplom ishingizni 50 betini topshirishingiz kerak. Ya'ni hisob kitob qilsangiz 100 bet bo'lyapti, 3 oy ichida 100 bet narsa yozishingiz kerak. Va bunga qo'shib yana sizga qanaqadir talablar qo'yishganda, masalan, bitta kurs ishiga 50 ta snoska berishing kerak, 50 ta foydalanilgan ma'lumot. Endi shu narsalar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, masalan, meni oxirgi 1 oy ichida 99% stress, asabiylashishim aynan shu narsadan kelib chiqdi. Ya'ni darslar zo'r, gap yo'q, zo'r narsa o'rganyapmiz, muhit kuchli, gruppadoshlar kuchli, lekin qog'ozbozlik. Balki bu ham boya aytganingizdek andishadandir. Ya'ni SSR paytida o'rnatib berilgan yoki mustaqillikning boshida o'rnatib berilgan tizim haligacha o'zgarmayotganligini sababi o'sha yangi kelayotgan kadrlar andisha qilib buni tepagacha olib chiqmayotganligidir. Yoki yangi endi mana chet el tajribasini ko'rib kelayotganlar yoki endigina o'sha universitetda o'zidan shunchalik qiynalib chiqib PhD qilib shu universitetga ishga kirayotganlar kelinglar hammasini o'zgartiraylik deyishga andisha qilayotgandandir. Va yana bitta mavzu, shu oxirgi paytda ko'p o'ylanib qolayotgan masalalarimdan biri, rivojlanish
odamgarchilik, andisha degan narsalarga bog'liqmi? Chunki men misol uchun mana O'zbekistonning o'zida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan paytimda mana rus kadrlar bilan ishlasam yoki o'sha Yevropatokdan chiqqan kadrlar bilan ishlasam, meni ishim osonroq kechadi. Lekin qachon shu g'irt o'zbek kadrlarga taqalsa, ishim qiynaladi. Juda ham qiynaladi. Qaysi jihatdan? Juda ham mas'uliyatsizlik. Lekin mas'uliyatsizlikni misol uchun oldindan siz ular bilan qara, mana shunaqa oldin menda mas'uliyatsizliklar bo'lgan. Sen ham shunaqa qilmaysanmi deyishga odam andisha qiladi. Chunki birinchi marta ko'p turgan odamimizga rostdan job intervyu paytida yoki bitta ishni ishonib topshirayotgan paytda yoki masalan bugalter deysizmi, marketolog deysizmi, unga bu gap aytilmaydi boshida. Siz birinchi marta u bilan ishlayapsiz. Andisha qilinadi, yaxshi muomala qilinadi. Lekin oxiri mana shunaqa doim mas'uliyatsizliklar bilan tugaydi. Lekin rus kadrlar bilan yoki shu rus nima deydi? Atrofida rus insonlar bilan o'zi o'sgan kadrlar bilan yashasangiz, andisha qilmasa sizga aytadi. Yo, bu ishing bo'lmaydi. Bu mendan so'rayotgan narsang bu yo too much, yo too little. Yo bu bilan rezultat qilib bo'lmaydi. Yoki sen so'rayotgan narsang juda ham ko'p bu. Yoki sen berayotgan narxing menga umuman to'g'ri kelmaydi. deydi. Lekin g'irt o'zbek bo'lgan kadrlar bilan bo'ladi. Oxirida ana hamma narsa yonib kul bo'lgandan keyin sen o'zi berayotgan summang mana bunaqa-ku, mendan nimaga buncha narsani talab qilyapsan degan oxirida aytadi. Endi biz ko'p endi taqqo'saymiz-ku g'arb bilan sharqni. G'arbdagi rivojlanishni qanaqadir qismi shu andishani odamgarchiligini yo'qligi-yu, prinsiplarni kuchligidan bo'lishi mumkinmi? Ya'ni ishmi ish bo'ldi. Odamgarchilik, andisha, uyat degan narsa bo'lmasa kerak, tanish bilishchilik, ishmi ish bo'ldi. Hattoki ustoz shogirdchilik an'analari ham ish bo'lgan joyda chetda turish kerak, ishdan keyin mayli ustoz shogird bo'lish kerak degan narsaga bog'liq bo'lishi mumkinmi? Professionalizm yo'qligi. Ya'ni to'g'ri oshna og'aynichilik, lekin ish alohida narsa-da bu. Endi professionalizm yo'qligi 2-3 ta narsalarga borib taqalsa kerak menimcha. Siz aytgan holatni aynan men kuzatmaganman, to'g'risi. Ya'ni chunki bilmayman, Yevropa siz hozir ruslar haqida gapiryapsiz. Ruslar haqida emas. Rus mana O'zbekistondagi rus muhitda katta bo'lganlar haqida gapiryapman. Balki rusdir, balki qozoqdir, balki tojikdir, balki o'zbekdir. Rus muhitda katta bo'lganlar haqida gapiryapman. Buni men boshqa tadbirkorlar bilan gaplashib ko'rganman. Ulardan tasdiqlagandan keyin buni teoriya sifatida aytayapman. Aynan mana misol uchun общепит, ya'ni xoreka deymiz. O'zbek tilida umumiy ovqatlanish sohasidagilar bilan men bu gapni gaplashganimda, ular meni gapimni 100% tasdiqlagan. Va aytishgan, biza ofitsiantgacha mana shu rus tilida gapiradigan, rus muhitda katta bo'lgan, millatidan qat'iy nazar, rus muhitida, Yevropatoklarda, Yevrosinflarda o'qiganlar bilan ishlasak, ishimiz ancha professional, oson kechadi. Va ular oldindan masalan narxni aytishi mumkin. Yo'q, menga buncha summa kam, men buncha summa bo'lsa ishlayman. Lekin o'zbeklarga kelgan paytda juda ko'p ular fikri o'zgaradi, juda mas'uliyatsizlik qiladi va tez ular bilan biz xayrlashaveramiz deb ular meni fikrimni tasdiqlashgan. Bu gapim IT sohasida, umumiy ovqatlanish sohasida, ta'lim sohasida, marketing sohasida mana shu xulosalarni umumiylashtirib, keyin buni teoriya sifatida sizdan so'rayman. Menimcha o'sha madaniyat katta ahamiyatga ega bo'lsa kerak-da. O'sha Amerikada 50% qarang, qotilliklarni 50%ni 13% aholi sodir etadi ekan. O'sha tana rangi qora bo'lgan, o'sha African American deymizmi? Colored people. Madaniyatda, to'g'rimi? Ingliz muhitda o'sganlar boshqacha, rus muhitda o'sganlar boshqacha. Endi o'zbek muhitda meni kuzatishlarim bor bittikda. Endi bu kuzatishlar to'g'risi birovga aytganimni uyalasizda. Gruppadoshlarim mana universitet turibdi. Universitet bilan qayerda joylashganini, yonidagi parkning nomi nima? Anhor Lokomotiv. Anhor Lokomotivmi? Shu yerga borishimiz kerak, qanaqadir tadbir bor. Taksida borishyapti. Qizlar. Nima? Qanaqadir seriozroq ko'rinish uchunmi? Chunki yuzi oppoqda,
Ha. Yuz oppoq, quyosh nima qilmasligi uchunda? Qoraytirib qo'ymasligi uchun. Quyosh qoraytirib qo'ymasligi uchun. Ya'ni o'ziga ko'proq e'tibor beradi. Endi bu narsa o'zbek jamiyatiga ham kirib keldi. Instagram, ijtimoiy tarmoqlar bilan o'zbeklar orasida ham odamlar o'ziga qaraydigan bo'lib qoldi. Lekin men e'tibor beraman, IELTS instruktorlarini, yosh IELTS instruktorlarini juda ham kamdan kam odam masalan sport zalga chiqmaydi. Yo'q, двойной negativ qilishni nima deyish kerak? Kami sport zalga chiqmaydi. Ko'pi chiqadi. Qorni chiqib ketganlar kamroqda, masalan. Ingliz tilini biladigan odamlar shaxsiy rivojlanishga ko'proq urg'u qaratadi degan fikrdaman. Muhitni ta'sirida. Ha, bu faqatgina menimcha ingliz tilini o'rganishga emas bu IELTSdagi diskas qilinayotgan mavzularga ham juda bog'liq deb o'ylayman. Chunki ular umuman hali maktabni bitirib chiqqan hali ingliz tili IELTSdan xabari yo'q bo'lgan odamni siz shuni olib ingliz tili yoki IELTS kurslariga tashlab qo'ysangiz, u keyin fast foodni advantagelari haqida, internetdan foydalanish advantagelari haqida yoki public transportdan foydalanish, mana O'zbekistonda hozirgi trend, kibrimni sindirish uchun avtobusda yuraman degan, metroda yuraman degan fikrlarni qanchalik to'g'ri xato ekanligini ana o'sha essay mavzulari va ana o'sha speaking part 3 savollardagina ko'rib diskas qiladi. Bo'lmasa maktablarda, litsey, kollejda bu narsa o'rgatilmaydi. O'rgatilmaydi. Maktablarda faqat yodlash. Mana dieta haqida gaplashaman desam, ingliz tilini o'rganmagan o'zbek bilan dieta haqida gaplashish juda ham qiyin. Nimaga? Chunki har doim kanalda shunaqa dieta qilib ko'rmoqchiman desam, siz dieta nima qilasiz? O'zi ozg'insiz deydi. Voy, baraka topkur deyman. Dieta qilishdan maqsad ozish emas. Tushuntirib bera olmayman-da. Masalan, slow carb dietani qilib ko'rdim bir hafta, mazza qildim. Ishoning, mana slow carb dietni o'sha Tim Ferriss chempioni bo'lgan. Nima qilasiz? Oq narsalar iste'mol qilmaysiz. Endi o'zbeklar uchun bu juda ham qiyin bo'ladi, chunki o'zbeklar non palovni ham non bilan yeydi. Buni hozir o'zbek tilida slow carbni biz uglevod deymiz, kletkani. Sekin uglevodlar iste'mol qiladigan deydi. Sekin so'riluvchi uglevodlar. Uglevod o'z o'zbek tilida? Uglevod. Okay. Oq narsalarni umuman iste'mol qilmaysiz. O'tga nima kiradi? Birinchidan shakar kiradi. Shakar. White death deyshadi, oq o'lim, oq ajal. Oq ajal. Keyin un kiradi albatta. Ya'ni oq narsa umuman iste'mol qilmaysiz. Va liquid calorie ham iste'mol qilmaysiz, ya'ni suyuq kaloriyalar. Suyuq kaloriyaning ichiga o'tga sok kiradi. Masalan, ko'pchilik o'ylashadi, sok nimasi yomon deb o'ylaysizda? Olma soki yoki apelsinli sok. Mevalarning eng foydali narsasi kletchatka. Fiber o'zbek tilida yo'q shekilli menimcha. U so'z ko'pchilikdan so'radim. Kletchatka deyiladi o'zbek tilida. O'zbek tilida ham kletchatka deyiladi. Mevaning eng foydali joyi kletchatka. Sokni nima qilasiz? Kletchatkani olib olasiz. Faqat nimasi qoladi? Suyuqlik qoladi. Xullas, suyuq kaloriyalar iste'mol qilmaysiz, faqat suv ichasiz, qora kofe ichishingiz mumkin, choy ichasiz. Oq narsalarni iste'mol qilmaysiz va shu narsa slow carb diet bo'ladi. Foydasi nima? Kun bo'yi energiya darajam, mana shu batareykam 100% dan tushmagan. Bir hafta davomida. 100% dan tushmagan. Nimaga to'xtatganman? Endi buni haftasiga 6 kun qilasiz, bir kun cheat day bo'ladi, bir kun xohlagan narsangizni yeyasiz. Bir kun, haftada bir kun. Чтобы sustainable bo'lish uchun uni ko'p agarda zerikib qolmasingiz, organizm o'zingiz kutasiz, tezroq yakshanba kelsa-yu, mana shu shokolad yollayman, pitsa yollayman-da. Endi uni to'xtatdim, chunki to'g'risi o'zi ozg'inman, yana ham ozib ketmasligi uchun uglevod ko'proq yeyishga to'g'ri keldi. Uglevod ko'proq yeb turishim kerak men. Shunga endi barham o'tda keto diet bo'lar, slow carb diet, ularni o'zbeklar bilan gaplasha olmaysiz. Nima deyapsan? Ota-onalarimiz necha asrdan beri non yeb keladi-yu, to'g'ri, ular non yeb kelgan, ularning qo'lida ketmoq ham bo'lganda. Uglevod yeyapsizmi? Uglevodni nimagadir sarflashingiz kerak-da. Men javob beraman, mana shu podkastni kuzatadiganlar 90% obedda mana shu nima desa bo'ladi? Kuchaydi-yu. Obedda juda ham uyqusi keladi. 90% odamni mana shu aynan obeddan keyin, obed paytlarida rosa uyquga tortadi. Qani edi mizg'ib bo'lsam-da. Nima? O'zingizga savol berib ko'rgansiz? Masalan, nimaga sen kun bo'yi zo'r uxlagan bo'lishing mumkin, lekin energiyang past. Uyqung kelib qolyapti.
Sugar spike? Huh? Sugar spike? I mean, yeah, sugar spike, shakarli narsalar yeyapsan, to'da-sida. Navbatda o'sha ingliz tilini o'rganganlar bilan bo'lmayman bu mavzularda gaplashdingiz bo'ladi. Ya'ni shunga yarasha. Lekin men o'ylamayman, что ingliz tilini o'rgangan millat o'zidan o'zi rivojlanib ketadi deb o'ylamayman. Bu gapga qo'shilmayman, chunki masalan Hindiston, Pokiston o'sha davlatlar bor. Ko'p davlatlarda ingliz tili birinchi tilda. Masalan, ingliz tiliga urg'u nima desa bo'ladi ekan? Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ingliz tili davlatning rivojiga qanchalik hissa qo'shadi? Hissa qo'shadi. Masalan, Hindiston, Pokiston haqida ularni rivojlanmagan davlat deyolmaymiz. Chunki ular rivojlanish darajasi bo'yicha juda yuqori o'rinda turadi. Ayniqsa Hindiston top 20 talikka kiradi. Top 10 talikka kirish kirmasligini bilaman, lekin top 20 talikka aniq kiradi. Yoki misol uchun Singapur, Malayziyalarni rivojida ham ingliz tilini kirib borishi katta rol o'ynagan deb o'ylayman. Ingliz tilini o'zi mana O'zbekiston o'zini olib qaraylik. 10 yil yoki 15 yil orqaga qaytarsangiz, ingliz tili hali unchalik ham mashhur bo'lmagan, rus tili mashhur bo'lgan paytda rus tili oldindan o'zi SSR davridan, undan ham oldindan beri faqat propaganda o'chog'i bo'lgan. Bizda ham devorlarda urilgan ko'p kitoblar ham SSR propagandasi kitoblari bo'ladi. Shunchaki biz ham yaxshi foydali kitoblar olib qo'ymaganmiz. Ko'pi o'sha SSR davrida chiqqan propaganda kitoblari. Rus tilida siz qabul qilishingiz mumkin bo'lgan informatsiyalar ko'pincha holatda o'zi ular propaganda mahsuli bo'lgan. Siz tomosha qilgan kinolaringiz, siz ko'rgan videolaringiz, siz o'qiyotgan kitoblaringiz ko'pi propaganda mahsuli bo'lgan va hozir ham senzura juda ham kuchli rus mediasi uchun. Lekin ingliz tilida siz mana til o'rganyapsizmi? Tilni birinchi qadami axborot. Internetdan, kitobdan, Google'da poisk berishingizdan tortib, to ChatGPT'ni sizga yozib beradigan javobigacha hammasi axborot. Birinchi sizni qadamingiz, tildan foydalanadigan birinchi qadamingiz. Ingliz tilini ko'p o'rgangan, ingliz tilini yaxshi bilgan xalqni olayotgan axboroti shunchalik boyib boradi. Bu degani odamlar shunchalik rivojlanish tezlashadi. Oddiygina misol uchun biz hozir videoni qanaqa settingda olishimizdan tortib, to siz bilan gaplashayotgan mana diet mavzumizgacha hammasi ingliz tilidan olingan sourcelar, ya'ni manbalardan bo'lgan. Agar xuddi shu ma'lumotlarni biz rus tilidagi manbalardan olganimizda balki bunaqa emasdi o'zi. Hozir men videoga olayotgan settingimiz ham bunaqa emasdi. Siz bilan gaplashayotgan mavzumuzni ham biz bunchalik tushunmasdik balki. Shuning uchun men o'ylaymanki, rus tili, endi rus millatiga qanaqadir bir qarshiligim yo'q, lekin rus tilidagi manbalar ko'pi propaganda mahsuli. Oldin ham shunaqa bo'lgan, hozir ham shunaqa, juda senzura kuchli. Hozir ham bunaqa erkinlik o'zi. Masalan, misolingiz bormi qanaqadir? Ha, misol uchun chiqqan kinolar. Qaysi? Xohlagan kino, masalan, SSR davrida O'zbekistonda olingan kinolarni olib qaraydigan bo'lsak. Qaysi mana birinchi esingizga keladigan kino? Kelinlar qo'zg'oloni. Kelinlar qo'zg'oloni. Kelinlar qo'zg'olonida o'sha farmonbibi, ya'ni authorityga bo'ysunish, authorityga bo'ysunmaganda bir kun hamma palaparch bo'lib ketib qolgani, authority qaytgandan keyin yana hammasi bitta bo'lib qolgani, yoki masalan kassa bittaligi. Hamma topgan pulni olib kelib farmonbibiga topshirish kerak. Bu yerda collective money bor, personal money yo'q. Va u collective moneyni qanday sarflanishini farmonbibi hal qilib beradi. Farmonbibining bir kun uydan chiqib ketgani, hamma yo'ni parokanda qilib, hamma bir-biri bilan urushadi. Aka-ukalar bir-biri bilan urushib, men chiqib ketaman, sen nima qilding, sen nima qilding bo'ladi. Farmonbibi qaytib kelishi bilan hamma yana xursand, yaxshi ham authority qaytdi deb bo'lib qoladi. Har bitta kino ham o'sha paytda yoki mana yozuvchilar, shoirlarni o'zini olib qaraydigan bo'lsak, yoki yozuvchilar, o'zimiz o'zbek yozuvchilari yozgan asarlarga qaraydigan ham bo'lsak, qaysidir asar senzuradan o'tgan, u davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan, masalan, Shumbola asari. Xuddi o'sha davrda yashagan, masalan, Usmon Nosirning she'rlari taqiqga uchrab, uni yozuvchisi, shoiri ham o'ldirib yuborilgan. Bunaqa bu endi Shumbola 50-60-yillarda adashmasam yozilgandi. Hattoki o'sha davrda biz hali Qatag'on davri haqida gapirmayapmiz. 50-60-yillarda ham shunaqa bo'lgan. Yoki misol uchun dadam bir marta menga aytib berdilar,
Pavel nimadir degan familiyali bitta bola faqat doim televizorda aylangan u televideniyada u uyga keladi maktabdan erta qaytib qoladi keyin uyni derazasidan qarayotsa uyni ichida otasi yerto'lani ochib yerto'ladan bug'doymi paxtanimi bitta odamga berib undan pul oladi yashirincha va buni Pavel ko'rib qoladi pasha ko'rib keyin yugurib borib nimaga aytadi authorityga sotadi va u authority kelib buni otasini surgun qiladi ya'ni shu darajadagi propaganda bo'lgan o'sha paytda televideniyada ammo 50-60 yildagi Amerikada masalan olingan siz kinolarni eslab ko'ring yoki 50-60 yilda yozilgan Amerikani kitoblarini haligacha qanchalik aktualligini saqlab turayotganini qarang-u rus kitoblari aktualligini qanchalik tez yo'qotishini qarang u Lev Tolstoylar bundan mustasno SSR davrida yozilgan hozir kitoblar juda katta qismi aktual emas mana o'shalarning juda ko'p qismi ular aktualligini yo'qotib bo'lgan misol uchun oddiygina misol men o'sha oilamizdan endi kelib chiqib o'sha sizga misollarni beryapman akam meditsinada o'qiyapti hozir akam aytish bo'yicha o'sha SSR davridagi ko'p medical practices shunchaki yo placebo yo ish bermaganu siz boya aytayotgandek o'sha PhD dotsent yoki doktor nauk bo'lish uchun shunchaki o'tqiz bilan o'tib ketgan ilmiy ishlar hattoki o'sha SSR paytida butun SSR davlatlariga yoyilgan medical practices shunchaki hech qanaqa osnovaga ega emas shunchaki hech qanaqa fundamentga ega emas u shunchaki yo davlatga yaqin bo'lgan bitta vrachni yoki hamma hurmat qilgan vrachni chiqargan bir yangiligi bo'lgan o'sha butun o'sha katta davlatga ta'sir qilgan lekin Amerikada boya aytganimizdek andisha degan narsa bo'lmagan bugun chiqqan vaksinani ertaga boshqa odam uni aktual emasligini isbotlab bersa bo'ldi qaytib atom bo'lib ketavergan yoki Nobelni olgan bir nechta olimlarning ishi atom bo'lgan holatlar ham bor endi Amerika haqida bu fikringizga qo'shilaman endi SSR bo'lishi mumkin masalan SSR endi Amerika emas English speaking countries deylik shunaqada chunki Amerikani o'zidagi ko'p trendlarni ko'radigan bo'lsangiz orqasida hammasida pul yotganda hamma yo pul uchun bo'lgan masalan sutni ular qanchalik trend qilib yuborgan sut sizga ichishingiz kerak har bitta yosh bola sut ichishi kerak unda kalsiy bor hozir nima deydi meditsina 30% odam lactose intolerant ekan sutni hazm qila olmaydi ekan sut ichish endi bu bitta kichkina misol bilmayman sut ichish kerakmi yo'qmi shunchaki ko'p nimasini ko'radigan bo'lsangiz masalan ertalab yeydigan zavtrakini ko'radigan bo'lsangiz mana tuxum yeyish zarar deb ko'pchilik aytdi xolesterinni oshirib yuboradi tuda-suda buni orqasida nima turibdi чтобы ertalabda ko'proq odam овсяный хлопья yesin boru nima cereal Nesquik da shunga o'xshagan narsalarni ko'proq yesin katta kompaniyalar ya'ni olimlarga pul to'laydi unaqa bunaqa qiladi vaksinani orqasidan qancha shov-shuv bo'lib ketdi ya'ni qancha odam vaksina oldi Amerikada chunki davlat majburladida kim turibdi buning orqasida o'sha vaksinani chiqazadigan kompaniyalar to'g'ri doim o'zi qanaqadir manfaat yotadi xohlagan politikani qarasangiz ham ammo Amerikada men Amerika parast emasman men o'zi bilasizlar o'zim shaxsiy Instagramda juda ham ko'p bu haqida gapiraman Amerika parast emasman shunchaki aytmoqchimanki Amerikada o'sha researchni mana siz o'sha research xato ekanligini qayerdan topdingiz ancha vaqt o'tyapti-da uni topish uchun baribir qanaqa sourcedan qanaqa manbadan olyapsiz o'shani Amerikadagi manbadan olyapsiz baribir o'sha English speaking countryni odamidan olyapsiz ya'ni davlat masalan deylik o'sha hammani tuxum yemaslikka da'vat qilayotgan ekan qaysidir biznesmenni manfaati uchun lekin bu qilinayotgan ish xatoligini ham o'sha davlatdagi odam aytadi lekin sobiq sovet davlatlarida senzura bunchalik ishlamaydi senzura juda kuchli ishlaydiki bu darajaga olib kelishga qo'yishmaydi buni ya'ni muammoni ham o'zi beryapti yechimni ham o'zi beryapti ya'ni buni xatoligini aytib chiqqan research paper hech qachon publish qilinmaydi endi ingliz tilini bilgan odamga masalan nima muammo bo'ladi masalan Adam o'ta
Ben Shapironi ham eshitadi, Joe Roganni ham eshitadi. Ya'ni o'zi tanlab olish kerakda, kim bu yerda to'g'ri gap gapiryapti, kim noto'g'ri. Masalan, Jordan Peterson, Ben Shapironi xudo qilganlar bor. Ularni aytgan gapi hammasi to'g'ri. Lekin boshqa istochnik, boshqa manbalarni, ya'ni u to'g'ri manbani ham beradi, noto'g'ri manbani ham beradi-da, endi ingliz tili. Men mana ingliz tilini endi boshlayotganimda beginnerda qaysi so'zlar o'rganganman, bilasizmi? Tea degan so'zni o'rganganman, choy. Coffee degan so'zni o'rganganman, coffee. Va hali beginnerman, ingliz tilini deyarli bilmayman. Birinchi o'rgangan so'zlarimdan biri beer bilan wine bo'lgan. Piva bilan vino. To'g'ri. Arab tilini o'rganman, At-Takallum kitobini ochib ko'ring. Yo'q unaqa so'zlar. To'g'ri, endi bu ularni madaniyatidagi bor narsalar. Madaniyatda qancha ko'p bo'lsa, o'sha bo'yicha bari gaplashiladi-ku. Ammo ingliz tilini bilgan odamni o'sha birinchi o'rinda boya aytganimizdek, birinchi qadami axborot diapazoni kengayadi va u qancha ko'p axborotni o'qiyversa, kallasi ham shunga yarasha yaxshi ishlay boshlaydi. Va unda analitik fikrlash paydo bo'lgandan keyin tanqidiy fikrlab, o'sha Ben Shapironi gapi to'g'rimi yoki Jordan Petersonning gapi to'g'rimi, Muhammad Hijabning gapi to'g'rimi ajratib boshlaydi u sekin-sekin. Ya'ni qancha ko'p o'zi axborot qabul qilaversa, odamni tanqidiy fikrlash shuncha rivojlanaveradi. Deb o'ylamaysizmi? Axborotni o'zi tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi deb o'ylamayman. Chunki agar bir xil so'rsdan olinsa, agar faqatgina bir xil turdagi manbadan olinsa, lekin turli manbalarni o'qish orqali u o'zi tanqidiy fikrlashni paydo qila oladi. Ya'ni bitta mavzu haqida 6 xil ssenariy berilgandan keyin u 6 xil ssenariyni miyasida yig'ib o'zi ko'ra boshlaydi. Demak, bu bilan buni gapi bir-biriga mos kelyapti, lekin mana bu joyi yolg'on ekan, bu mana bunaqa qilib bir-biriga ulab maza ekanini keyin sekin ko'ra boshlaydi va o'ziga xulosa chiqara boshlaydi. Xulosa hammada har xil. Men to'g'ri deb o'ylagan narsani siz xato deb o'ylashingiz mumkin, siz xato deb o'ylagan narsani men to'g'ri deb o'ylashim mumkin. Lekin qancha ko'p mana shunaqa axborotga expose bo'lsak biz shunchalik hech bo'lmasa mantiqiy fikrlash paydo bo'ladi. U xato xulosaga kelamiz, to'g'ri xulosaga kelamiz, hech bo'lmasa o'zimizning fikrimiz bo'ladi-da. Ya'ni sizni gapingizni fundamenti bilan qo'shilyapman-da, lekin sizni xulosangiz bilan qo'shilmayapman-da bu yerda. Chunki mana kecha ham o'sha Abdurazzoq Michael bilan o'tirib 1,5 soat kitobxonlik haqida gaplashganmiz. Tirik kitoblar bilan. Yaxshi. Ya'ni o'zi kitob o'qish kerakmi degan savol ko'tarilganda u yerda. Kitob o'qish sizga axborot beradi, lekin axborotni o'zi sizni to'g'ridan to'g'ri yaxshiroq inson qilib qo'ymaydi-da. To'g'ri. Axborotning orqasidan, ilmning orqasidan amal kerak. Ya'ni amalsiz ilm mevasiz daraxtga o'xshaydi. Men ularga aytdim, mana men 3 ta muammoim bor dedim. Kech uxlayman, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt sarflab qo'yaman va noto'g'ri ovqatlar yeyman, fast food, o'sha mojitoga o'xshagan ichimliklar. Qancha ko'p kitob o'qimasam buni hal qila olmayman bu muammolarni. Bu yerda nima kerak? Bu yerda boshqa narsa kerakda. Ya'ni richak boshqada. Ya'ni siz 100 ta kitob o'qing, 500 ta kitob o'qing, 1000 ta kitob o'qing, o'zidan o'zi bu sizni fazilatli inson qilib qo'ymaydi-da. Chunki masalan men o'ylayman-da, eng bilimli mavjudot kim deb o'ylayman mana shu yer yuzida-da. Eng bilimli mavjudot menimcha iblis bo'lsa kerak. Ya'ni hozir shu yerda yurganlar ichida. O necha ming yildan beri tirikda u. Hamma yo'qni biladi. Hamma narsani biladi. Hamma yo'qni ko'rgan. First hand experience borda. Bilimni o'zi sizni yaxshi inson, yaxshi mavjudot qilib qo'ymayapti-da. Endi sizning xulosangiz nima unda? Masalan, ikkita inson, ikkalovi ham 1000 ta kitob o'qigan. Biri yaxshi-yu, biri yomon. Nima richak bo'lib bergan? Kitob emas, ya'ni 1000 ta kitob axborot emas. 1000 ta endi boshqa narsa ular aytishyapti, Abdurazzoq aytayapti, boshqa narsa qilgandan ko'ra kitob o'qigan yaxshiroq. Bu gapga qo'shilaman. Lekin buni yana ham davom ettirsangiz bo'ladi-da. Ya'ni sport zalga chiqish haqida kitob o'qiganingizdan ko'ra sport zalga chiqqaningiz yaxshiroq. Dieta haqida kitob o'qiganingizdan ko'ra dieta qilganingiz yaxshiroq. Tugamaydigan. Gapiring. Lekin shu yerda bir aniq bor demoqchiman. Bir kontrargumenti bor shu gapingizga. Qachon u hali mana o'zbek odam public transportation'ni ta'siri, negativ, pozitiv taraflarini umuman hali o'ylab ko'rmagan, deylik, maktab o'quvchisi. Maktabda o'qitilmagan bu narsa unga. Endi
qachon u o'zi o'sha jimga chiqadigan, public transportdan o'zi tushunib turib foydalanadigan bo'ladi? Qachonki axborot bo'lmasa, hech qachon bo'lmaydi deb o'ylayman. Birinchi qadam baribir axborot. O'sha qachon u ingliz tilini o'rganadi, qachon shu axborotni qabul qiladi, keyin hali ikkita yo'l chiqadi. Amal qilish, amal qilmaslik. Lekin axborot bo'lmasa, bu ikkita yo'l ham yo'qda. To'g'ri, bitta yo'l bor, amal qilmaslik yo'li bor. To'g'ri. Shuning men o'ylayman, axborot qancha ko'paysa, u ko'radi. Jimga chiqish foydali ekan, chiqmaslik ikkita yo'li bor. Undan keyin bu chiqqan va chiqmagan odamlar haqida o'qiydi, eshitadi, ko'radi, video tomosha qiladi. Chiqqan insonlarni baxtli baxtsizini ko'radi. Chiqmagan insonlarni baxtsizini ko'radi. Keyin demak men bunda ko'proq ekan. Xo'p, shu narsaga ingliz tili kerakmi endi? O'zbekiston muhitida kerak shart. Da, chunki biz ko'rmaymizda, kamdan kam ko'ramiz dieta qilayotganlarni, zalga chiqayotganlarni, to'g'rimi? Shu joyda juda ham bir qiziq fakt. O'zbekiston diet based deaths, ya'ni ovqatlanishdan o'limlar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. La havla va la quwwata illa billah. Lekin bu narsa maktabda, universitetda, kollej, litseyda gapirilmaydi ham. Ularga gapirish mumkin bo'lgan odamlarning o'zi ham hali rol model emasda. Endi oddiygina mana shu masalani ingliz tilini bilmagan odam qayerdan olsin axborotini? Mana siz aytyapsiz, u axborot olishi uni aqlli yoki healthy dietga kiritib qo'ymaydi. To'g'ri, lekin axborot yo'qligi 100% kiritmaydi. Axborot borligi 50-50. Yo kiritadi, yo kiritmaydi. Ya'ni shanslarini oshiradi. Shansini oshiradi. Diet based death bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda turganini ko'rgani, bu keyingi qadamdagi axborotlar. Bu faktni o'qigani, odam mamlaqa o'lmasa ham 50-60 yoshda juda qiynalib yashashini o'qigani va O'zbekistonda o'zi kasal bo'ladigan insonlar soni juda ham ko'pligi, o'lmayapti. U ham life expectancysi uzoq. Lekin qiynalib yashayapti o'sha oxirgi yillarini, 10 yil, 20 yil qiynalib, kasal bo'lib, faqat kasallikdan azob chekib yashayotganini faktdan o'qib o'rgandan keyin unda ana 50 yilligi 75 ga 25 bo'ladi balki. 75% amal qiladi, 25% amal qilmaydi. Xo'p, endi shu fikringizga mana yana bitta qarshi fikr. Bu ma'lumotlar o'zbek manbalarida ham bordir, qayerdadir? Ha, frequency esa qancha? O'zbek tilida chop etilgan 1000 ta kitobning nechasi shu haqida? Ingliz tilida chop etilayotgan xohlagan kontentning necha prosenti shu haqida? Masalan, men to'g'ri fikringiz, to'g'ri aytyapsiz. Meni o'ylashimcha, xuddi shu narsalarni o'zbek tilida ham nima qilsa bo'ladi-da. Ko'paytirsa bo'ladi. O'zbek tilida ham oldiga sursa bo'ladi. O'sha Ibn Sinoda bordir qanaqadir gaplari to'shto ko'p ovqat yemaslik kerak haqida. To'g'ri. Bormikan, yo'qmikan shu? Endi shu bo'yagan gapimga supporting statement. Misol uchun, qachondir o'tgan yil adashmasam, shakar haqida YouTube'da bir o'zbekcha video chiqdi. Hamma uni xuddi bir u shakar mavzusi ham qolib, shakar mavzusini ko'tarib chiqqan odamga fanatizm bo'lib ketib qoldi. U odam o'zi shakar yeydimi, yemaydimi, hozirgi kunda yeyaptimi, yemayaptimi, biz bilmaymiz. Lekin o'shanga fanatizm bo'lib ketib, juda ham hype bo'lib ketib qoldi. Shakar haqida ko'rsatuv chiqibdi, odam zo'r odam ekan, yo'q degan. Lekin ingliz tilini bilgan o'zbek u ma'lumotni qachon olgansiz, masalan, siz? Men o'sha masalan ko'rsatuvdan birorta yangi ma'lumot olmadim. Bu endi u ko'rsatuv yomon demoqchi emasman, u ko'rsatuv ideal, zo'r, juda ham kerakli. Lekin ingliz tilini biladigan odam uchun bu yangilik emas. Ha, juda ham kerakli, zo'r ko'rsatuv bo'lgan. Juda ham zo'r ko'rsatuv bo'lgan. U bizning odamlar uchun aynan juda ham aktual va kerakli ma'lumot edi. Lekin ingliz tilisi bor odam uni allaqachon olib bo'lgandi. Amal qiladimi, qilmaydimi, bu boshqa masala. Olib bo'lgandi. To'g'ri. Endi mening fikrimcha mana davlat siyosatiga aralashmoqchi emasman. Mayli, ko'ramiz. Bu aralashuv qancha seriozligiga qarab yoki kesamiz yoki kesmaymiz. Nomidsiz bo'ladi. Lekin shuncha odamga IELTSdan 7 olganiga pulini qaytarib bergandan ko'ra Alisher Navoiy haqida, Beruniy haqida, o'sha O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda ijod qilgan shuncha katta olim, shuncha katta mutafakkirlar bor. Shular haqida bitta tuziy quruq qanaqadir dastur qilinglar YouTube'da. Ishoning, men o'zim qidirib ko'rdim. Masalan, men diplom ishimga
diplom ishimga aynan o'sha Beruniyni Tarixul Hind degan kitobini olmoqchi bo'lib turibman. Hindiston haqida yozgan juda ham go'zal asarlari bor Beruniyni va kitobxonlik, ya'ni dunyodagi barcha kitoblarni olib qaraydigan bo'lsangiz, tarixdagi bu formatda yozilgan birinchi kitob. Nimaga? Obyektivni yozilgan. Xolis. Hech qaysi tomonga bosmasdan yozilgan. Ya'ni Hindistonni yomonlash yoki uni maqtash maqsad qo'yilmagan, shunchaki Hindiston haqida tarix yozilgan. Beruniyni necha kishi maqtab yotibdi Yasir Qodiyev Beruniy haqida leksiya qilgan. Shu o'zbek bo'lib turib mana 35 ga kirgan bo'lsam 35 ga kirgan bo'lsam Beruniy haqida hech qachon bunaqa ma'ruza eshitmaganman. Ingliz tilida Yasir Qodiyev menga Beruniy haqida menga ta'lim beryapti. O'zbekman men. Beruniy ham o'zbek bo'lganlar. Bo'ldi. Endi menda kontrargument. Davlat bir gaplashaman siz bilan. Birinchidan biza o'sha 70 yil propaganda ostida bu narsani ko'tarilishiga hech qachon yo'l berilmagan. Ya'ni masalan Beruniy yoki Alisher Navoiyni qanaqadir darajaga chiqishi o'sha 80-yillargacha o'sha Gorbachov davrigacha u umuman mumkin bo'lmaganda o'zi. Mumkin bo'lgandir, bo'lmagandir, men to'liq uni bilmayman, lekin hozir siz aytayotgan darajaga chiqishi to'g'ri mumkin bo'lmagan. Mumkin bo'lmagandan keyin bu mavzu haqida xabardorlik avtomatik tarzda tushib ketadi. Hozir kim qilsin o'shan desa, aytarli bir odam yo'q. Aytarli bitta odamni kuchi yetmaydi. Unda aytarli odamlar guruhi, komandasi kerak, jamoasi kerak. U qachon paydo bo'ladi? Qachonki biz hozir siz mana Yasir Qodiyevni Beruniy haqida gapirayotganini ko'rasiz. TED-da Avitsenna haqida video bor. TED-da Avitsenna haqida mana bunaqa video qilinishi mumkin ekanligini ko'rasiz. Yoki deylik, o'sha chet eldagilar, rivojlangan davlatdagilar o'zini mutafakkirlari haqida qanchalik PR qilayotganligini ko'rasiz-da. Nima yordamida? Ingliz tili yordamida. Keyin uni qilasiz. Va o'sha darajaga ingliz tili orqali biza bir jamoa bo'lib chiqamizda, keyin o'sha butun boshli jamoa bilan shu ishni sekin qilamiz. Lekin hozir qilamiz degan paytda ham to'g'ri pul jihatdan resursimiz bo'lishi mumkin. O'sha 7+ga qaytarayotgan pulimizni olib bunga tikishimiz mumkin, lekin jamoa yetarli emas. Resurs yetarli emas. Chunki resurslar o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Nega? Chunki o'zbek tili endi paydo bo'lgan paytda kirib kelgan sho'ro tizimi. Sho'ro chiqib ketgan paytda o'sha hamma narsa buzib bo'lganda. Forsi tilida balki topilar, turkiy tilida balki topilar, lekin o'zbek tilida bo'lish ehtimoli juda kam. Da, o'zbek tili yosh til. 100 ga kirgan bo'lsa kerak. Shu haqida gruppadoshlarim bilan tortishib ketdim-da. Gruppadoshlarim o'zbek tilini mendan ancha yaxshi bilishadi. Kurs ishini, mavzusini tanladim, mavzuyimni o'zidan 3 ta xato topishdi. Chunki men endi rus sinfida o'qigansiz. Bog'chadan beri rus sinfida o'qiganman-da. Men ular aytishyapti, Alisher Navoiy o'zbek tilining asoschisi deyapti. Alisher Navoiyning asarlarini o'qib ko'ringlar, u hozirgi o'zbek tiliga qanchalik o'xshaydi deb aytayapman-da. Menimcha o'sha Cho'pon, Abdulla Qodiriy shularni o'zbek tilini shunaqa. O'zbek tili desa bo'ladi. Endi hech bo'lmasa o'sha biz tushunadigan o'zbek tilida biz aytayotgan kontentlar hali yo'q-da. Yo'q. U kontentlarni yarata oladigan saviyaga chiqish uchun talant ham yo'q, iqtidori yo'q. U iqtidorni paydo qilish uchun bizga hozir ingliz tili kerak. Chunki bu diapazonimizni kengaytiradi. Diapazon saviya qancha kengaysa, keyin siz aytgan ishlar menimcha qadama-qadam bo'ladi va bu o'sha siyosatni qadamlaridan biri deb o'ylayman. To'g'ri. Men shuni kutib qolgan bo'lardim. Mazza qilib o'sha ko'raylik Beruniy haqida, kim bo'lgan bu kishi, nimalar qilgan, sifatli bo'lsa, mana bunaqa sifatga e'tibor berishmaydi-da. O'sha ingliz tilida menga eng yoqadigan gaplardan biri o'sha if something is worth doing, it's worth doing it well-da. Nimanidir qilishga arzigulikmi, uni yaxshi qilish kerak-da. Qo'lini uchida qiladi-da, ko'p ishni qo'limizni uchida qilamiz-da. Har narsani Telegram kanal yuritish bo'ladimi, dars o'tish bo'ladimi, o'rganish bo'ladimi? Hamma yo'q qo'limiz uchida, xaltura, eplamachilik. Zo'r qilish kerak. Чтобы ko'rgan odam maza qilib ko'rish kerak-da. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soatlik leksiyalarni maza qilib eshitaman. O'zbek tilida emas-da ular. O'zbek tilida emas, ingliz tilida ular. U uchun to'xtamaslik kerak. O'sha
o'sha leksiyani videoga olgan odam videoga olish bo'yicha to'xtamasdan ildiziga qarab ketaverish kerak kirishib. O'sha leksiyani gapirayotgan odam o'zi gapirayotgan mavzusini ichida to'xtamasdan kirib ketaverish kerak. U uchun ko'p narsa kerak. Kontent kerak, muhit kerak, tinchlik kerak, moliyaviy erkinlik kerak yoki moliyaviy qo'llab-quvvatlov kerak. Bu narsalar hali bizani ham iqtisodiy sharoitimizga to'g'ri kelmaydi, ham muhit yo'q hali unaqa. Ma'naviy nima yo'qda? Uyda, oilalarda Muhit yo'q. U muhit mana u internetda bir viral bo'lib ketgan mana videom bor edi. Buxoro va Toshkentdagi ta'lim haqida gapirganim. Buxoroda mana shu muhit sal kuchliroq. Ya'ni o'qidimi, o'qishini zo'r qiladi. Shuning uchun olimpiadalarda doim Buxoro, DTM imtihonlarida doim Buxoro, universitetlarga grant uchish bo'yicha doim Buxoro, hattoki IELTS bo'yicha Buxoro ekan mana. Men o'sha ATPga borganimda buni aytishdi menga. Ya o'zi birinchi nayner ham Buxorodan chiqqan-ku. Shunaqa. Keyin vodiy tomonga o'tdi, Sira tomonga. Mana shu muhit paydo bo'lib, muhit yaxshilanaversa, menimcha bo'lsa kerak. Shuning uchun endi bizani hali aqlimiz yetmaydigan joyi ham ko'p. Ya'ni o'sha davlat siyosati darajasiga olib chiqilmayotgan masalalarni Xudo xolasa bo'lsa kerak. Chunki mana hozir yaxshi ketyapti. Ko'p sohada, aynan ta'lim sohasida misol uchun va bizani odamlar tez o'sha misol uchun internetning zarari, Instagram saviyasi tushib ketganini bizani odamlar tushunyapti. Eng muhimi mana tushunyapti, tez tushunib yetyapti. Va sekin-sekin menimcha eng mana jirkanch joy Instagramda. O'zbek Instagramni oladigan bo'lsangiz, arab tilida at-ta'mulat degan juda ham go'zal ko'rsatuv bor. Muhammad Yasin qiladilar uni. Muhammad Yasin kim? Arab tili bo'yicha musobaqa bo'lgan va o'sha arab tili musobaqasini birinchi o'rinda olgan. Adashmasam $1 million yutib olganlar. Ya'ni eng go'zal, eng fasohatli bo'ladimi? Arab tili sohibi. Mazza qilib ko'raman. Nima qiladilar? Arab tilini o'sha keng tarqalgan xatolarini, arab tilida she'riyat, xullas arab tili haqida dastur. Men taklif bilan chiqdim, ya'ni o'zimni ustozimga Durdona Lutfullayevaga. Juda ham kuchli ustoz, lingvist, O'zbekistonda top lingvistlardan. U kishiga taklif bilan chiqdim men, gruppadoshlar bilan kelinglar, biz ham xuddi shunaqa dasturni o'zbek tilida qilamiz. Ya'ni o'zbek tilidan she'riyat, o'zbek tilidan qanaqadir klassik adabiyotdan jumlalar, keng tarqalgan xatolarni to'g'rilaymiz-da. Juda ham jonga tegadi, masalan, xudo xohlasani yozishni bilishmaydi odamlar. Xudo xohlasani. Qattiq H va H ni farqini ajratib olishmaydi. O'zim ham shular jumlasidanman. O'zim ham bilmayman. Endi bu alfavit paydo bo'layotgan, o'sha o'zbek alifbo tuzilayotgan paytdagi xatolardan ham deb o'ylayman men. O'zi shartmidi ikkiga ajratish uni? Yoki ikkiga ajratgandan keyin uni qanaqadir propagandasi bo'lganmi o'z odamlarga degan savollar bor. Da, masalan, uzr so'zini oling. Uzrda u yo'q-ku, ikkinchi u. Turkiyada bor-da. Ha, yo'q-ku. Turkiyada bor. O'zbekda yo'q. Hozirgi zamonaviy turk tilidami? Ha. Uzr degan so'z bor. O'shani programma bilan chiqaylik, dastur bilan chiqaylik dedim. Ustozga bu fikr yoqdi, gruppadoshlar ham qo'llab-quvvatladi. Keyin nima bo'ldi? Keyin bir kishi aytib qoldi. Bitta qiz shunaqa reel qilgan edi Instagramda. Instagramdagi izohlarga kiradigan bo'lsangiz, la havla va la quvvata illa billah. Shunaqa so'kishyapti endi anovi izohlarni o'qib, o'sha esladimmi qizni? Ko'chada yurib o'zini selfie qilib videoga olib tushuntirgan. Unaqa emasda, endi o'zingizni yurtdoshingiz Mike Tysonning gapida, people got comfortable with saying stuff without getting punched in the face. O'zimga nechta kommentlar yozishyapti YouTube'da, Telegramda shap-shap bloklab qo'ysa bo'laveradi-da. Qani yaqinda Muxtasar bilan chiqqan podkastida o'sha bitta YouTube'dagi izohlar haqida gapirib o'tdim. YouTube'dagi izohlarni o'qisam, o'zbek izohlarini o'qisam, davleniyam oshadi, ya'ni qon bosimi oshib ketadi. Nimaga? Chunki odamlarda rahm shafqat degan narsa yo'q, ular o'zaro hurmat yo'q, xohlagan narsasini yozishadi. Bitta bola o'sha joyiga javob qaytarib, to'g'ri aytasiz. Masalan, ingliz tilida podkast eshitsam, o'sha podkastni to'ldiruvchi fikrlari har doim izohlarda bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri shunaqa.
maza qilasiz izohlarni o'qib. Tushunarsiz kontekst tushuntirib bergan bo'ladi yoki qo'shimcha link tashlagan bo'ladi shunaqa. Masalan, har doim uzun paragraf yozadigan kimdir bo'ladi. One body paragraph deyishadi. Ba'zilar yozib qo'yadi, one body paragraphdan oldin kelibman. Kimdir tushuntirib bersin deb turibda. Endi qarang, uzun podkast, uzun izoh yozgan u bola izohga javobini kelsangiz, bittasi shunaqa so'kayapti endi. U bolani mazgida turib nimalar deb tashamaganda, o'chirib yubordim endi kommentini. Endi shu insofdan emasda bu narsa. Endi shu joyda ham bitta savol. Internetda kontent qilayotgan odam shunchaki kommentariyalarni o'chirib ketaversa bo'lmaydi? Kontent qilib. Bu ham bitta variant. To'g'ri. Why not? Qilsin mayli. Lekin hozir qilmayotganlar yoki shuni bilib turib qilmaslik uchun why not nima o'zi aniq bor? Nega o'zi kerak bizga kommentariy? Masalan, menga kommentariy nimaga kerak? O'sha qanaqadir noto'g'ri gap gapirgan bo'lsam, o'sha yerda to'g'rilab qo'yishadi. Yoki qarshi fikr bildirish mumkin yoki qanaqadir bu yerda noto'g'ri qilgansiz, mana qilib ko'ring takliflarda, чтобы eshituvchilardan feedback olib turish uchun. Demak kerak ekan. Endi o'chirib qo'ysa bo'ladi, Telegramda mana Telegramda nima fikringlar bor deb turib. Endi uni menimcha YouTube'da algoritmga ham qanaqadir foydasi bo'lsa kerak, ya'ni izohlar ko'proq qoldirishsa, shunaqa tezroq chiqadi. Tezroq viral bo'lib ketsa kerak. No, tupoy izohlardan men har doim uzoq, ya'ni tupoy izoh deganda nima? Masalan, 2-3 ta podkastda ko'rdim, shunaqa podkastni ko'ryapman-da, ya'ni odamlarning fikrini bilmoqchiman. Bu podkast haqida men o'ylayotgan fikrdami odamlar yoki boshqacha fikrdami? Kiryapman-da, bu falonchi the best teacher, falonchi top teacher, the best teacher, unaqa bunaqa. Foydasiz-da. U hech qanaqa menga foydali ma'lumot berishmayapti-da. Mana yaqinda hozir 2,5 millionta prosmotr bo'lgan o'sha Tirik kitob podkastini oling, Umidjon aka familiyalarini. Ish Muhammedov. Da, shu kishi bilan. Kommentga kirsangiz, ya'ni odamlarning fikrini bilib olasiz-da. Nima fikrida odamlar? Masalan, men 99% bilan o'ta qo'shilmayman. Chunki boya aytdim, kitob o'qish o'zi foydalimi yo'qmi degan fikr, ya'ni ular tayyor xulosani ustiga shunaqa push qilishyapti-da. Fanatizm yo'lda o'zi o'tib ketib qolyapti. Kitobxon odam ekan. Tudasuda to'g'ri, zo'r ko'p kitob o'qigan bo'lsa good for him, you know. Mana o'zim ustozman, juda ham mashhur odamlar. San taniysiz. No, qarshi fikr bildirmoqchi bo'lganim uchun ismini aytmayman-da. U kishi aytayaptilar, 15 yoshgacha statistika bo'yicha odam 15 yoshgacha 500 ta kitob o'qigan bo'lishi kerak ekan, klassik adabiyotni. O'zbekistonda bo'lsa 15 yoshgacha emas. O'zbekiston butun umr bo'yicha yarimta kitob o'qiydi ekan yiliga. Bu achinarli holat bir tomondan. Ikkinchi tomondan klassik adabiyot o'qish kerak degan fikrga men o'zim qo'shilmayman-da. Chunki klassik adabiyot deganda ular 2 asr oldin yozilgan narsalarni aytishyapti. 2 asr, masalan, hozir Telba degan o'sha Dostoyevskiy nimasini o'qiyapman uyda. Bugun mana o'qib keldim. 50 betni o'qidim. Siz aytishingiz mumkin, masalan, Telbani siz o'qib bo'lgansiz. O'zidan o'zi bu sizni yaxshi odam qilib qo'ymaydi-da. Ya'ni klassik adabiyotni o'qigan odam, masalan, o'tgan kunlarni o'qidim demay, shunaqangi yomon ko'rdim kitobni endi. Bilmayman, bu qanaqa reaksiya bo'ladi odamlarda. Lekin nima desa bo'ladi? Ichimdan отвращение tug'dirdi u kitob, haligi umuman qo'shilmadim-da bu yerda bo'layotgan narsalarga. Zaynab aybdormi? Kumush aybdormi? Bu endi u o'tgan kunlar o'zi siz nimaga kontentni uncha yomon ko'rganingiz sababi yozilish stili yozuvchini emas. O'sha paytda ham O'zbekistonda mana shunaqa ijtimoiy muammolar kino, video yoki kitob ko'rinishiga keltirib publikaga qo'yib yuborilganidan siz menimcha aniq bo'lgansiz. Jahlingiz chiqqan. Ya'ni o'sha paytda mana shunaqa kichkina muammolar, ijtimoiy muammolar kitob tariqasida berilib xalqqa tarqatib yuborilgan. Menimcha shu sizga yoqmagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yo'q, endi masalan, yoqadi yoqmadi bu ikkinchi darajali savolda. Birinchi darajali savol bu sizga qanaqadir foydasi, ya'ni o'zidan o'zi sizni yaxshiroq odam qilib qo'ymaydi-da. Men lekin bu fikrga qarshiman. Qiladi. Qachondir qilishi mumkin. Lekin siz uni qachonligini bilmaysiz. Balki sizga ham masalan o'sha 10-15 yildan keyin foyda berib qoladi o'sha ma'lumotlar. Misol uchun
Urush va tinchlik. Lev Tolstoy. Kitobni boshidan o'qisangiz, Telegramdagi profil picture'imni ko'rdingizmi? yo'q degani. У вас не роман degan savolga da, Vayna и мир. Kitob boshidan ko'rishingiz mumkin. Fransuz tilida gapirgan ruslar o'zini o'sha paytda zodagon o'qisak deb o'ylagani. Hozirgi introvertlarga o'xshabmi? Qarang, hatto o'sha paytda mana ruslar hattoki o'sha kitob darajasiga chiqib ketyapti. Fransuz tilida gapirishga harakat qilgan, o'zini fransuz tilida gapira olishini maqtanib ko'rsatgan. Just to look cooler. Bu narsa hozirgacha bo'lib turgan O'zbekistondagi rus tilida o'zbek bilan rus tilida gapirishi, o'zbekka rus tilida murojaat qilishi just to look cooler ga tushmaydimi? Meni o'ylashim bo'yicha Lev Tolstoyning Urush va tinchligini o'qigan odam, shoshma ruslar o'zi ham mamlaqa fransuz tilini gapirsam men krutoyroq ko'rinaman deb eshitib yurgan ekan-ku. Lekin mana qachondir qaytibdi o'zini nimasiga, tiliga, milliyligiga. Men ham xuddi o'sha ishni qilyapman. Bu mana ozgina vaqtdan keyin aktualniy bo'lib qolar ekan, kulgili bo'lib qolar ekan mamlaqa olib qarasa degan narsani tushunib yetadi. Endi uni uchun ikkita faktor kerak, ikkita shart bo'lishi kerak. Birinchi shart o'sha kitob sizga singdirmoqchi bo'lgan g'oya o'zi to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki noto'g'ri g'oyani singdirmoqchi to'g'ri. To'g'rimi? Noto'g'ri g'oyalar qancha? Homo sapiens, Homo Deusliga o'xshab. O'sha 21 Lessons for the 21st Century degan kitobni o'qiyapman. Maza qilyapman. Mana shu o'ta aktual haligi bir maza qilib o'qidim-da, to'g'risi. Endi ilm mo'min kishining yo'qolgan hikmati. Qayerda topsa ko'tarib olib ketaveradi, to'g'rimi? Nima deyapti u kishi? Menga erim aytdi deyapti. Erkak kishi. O'zi erkak kishi muallif. O'shandan qo'yib qo'ydim kitobni. Menga erim aytyapti deydi. Message ham muhim. Birinchi sharti, ya'ni o'sha sizga kitob singdirmoqchi bo'lgan narsani o'zi to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi narsa, odam u kitobni o'qigandan keyin albatta tafakkur qilish kerak. Farosat bo'lishi kerak. Siz faqat o'qiyapsiz. Virtual signaling bo'lib qolganda, xo'ja ko'rsin bo'lib qolgan. Ya'ni qaranglar, men mana shu kitobni o'qiyapman, yoniga kofe qo'yib qo'yadi. Instagramda, Telegramga qo'yadi-da kanalda 70 kishi bor. Mana shuncha kitob o'qidim. Qiziqtirmaydi. Ana post bor, sizdan qaysi kitob o'qiyotganingizni kimdir so'radimi? Yo'q, nimaga qo'yyapsiz? Menga bittasi nima deydi? Voy, dumalab qolibman o'sha tirik kitoblar degan rasmning tagiga Abdurazzoq Zo'rbola, xonadoshim, ukaxonim, qadrdonim birga umra qilib kelganmiz. U kishiga qarshi gap emas bu, hech qanaqa. Izohlarida bittasi shunaqangi komment yozgan, endi ensam nima qilib Abdurazzoq daka bular kitob o'qimasa kerak deb turib meni aytayapti. Endi kulib qo'ydim, javob qaytarganim yo'q. Qizga 15 ga 14 ga kirgan qizga hozir javob qaytarmayman. 35 yilga odam. O'zim keldi. Sen yana 500 ta kitob o'qisang menga yeta olmaysan degan keldi. Kitob qo'ymayapmizmi, o'qimayapmiz degani emas. Ya'ni bu yerda kitob badiiy asarlarni o'qish foydasi yo'q degani, men ularni o'qimayapman degani emas. Shunchaki xo'ja ko'rsin virtual signaling bo'lib qolmasin-da bu yerda. Ya'ni kitob o'qish zo'r narsa. O'zim maza qilib o'qiyman. Yaqinda mana Buyuk Gatsby'ni 2-marta tugatdim. Ray Bradbury'ni 451 Fahrenheit degan kitobni 3 marta o'qiganman. Ray Bradbury'ni boshqa kitoblarini ham o'qiganman. Vino iz Advanchikov, Marsianskiy xroniki. Lekin u kitoblarni men o'qiganim, u kitoblarni o'qimagan odamdan meni yaxshiroq qilib qo'ymaydi. Fazilatliroq qilib qo'ymaydi-da. Shu muammo. Hozirgi jamiyatda yaxshi bolani tasavvur qilib ko'ring, yaxshi qizni tasavvur qilib ko'ring desam, avtomatik tarzda sizni xayolingizga qo'lida kitob ushlagan odam keladi. Bu rasm qanchalik to'g'ri, shuni ham o'ylab ko'raylik degan fikrni bildirdim-da endi. Tushunarli. Lekin men o'ylashim bo'yicha axborot qancha ko'payaversa, yaxshiroq bo'lish ehtimoli oshaveradi. Bir-biriga positively correlated, ya'ni ijobiy proporsional deb o'ylayman.
Endi ana u aytayotgan masalangiz u hozirgi kunda bizadagi trend. Men shu trenddan endi foydalana boshlamoqchiman. Bizda fanatizm kuchli. Bizda juda fanatizm kuchli. Boya aytayotganingizdek tirik kitobning ostidagi ko'p gaplar o'zi u odamga nisbatan fanatizmga qarab ketib qolgan. U podkastda aytayotgan argumentlar, kontra argumentlar, hozir men bilan siz qilayotgan kontra argumentni supporting statementlari bo'yicha emas ular. Ular Behruz yaxshi odam, Ozodbek yaxshiroq odam degan yoki bu yomon odam ekan, bu zo'r odam, bu baribir degan mana shunaqa fanatizm bor bizada. O'zbek segmentida internetda hozir shunaqa narsa bor. Nega? Chunki shu paytgacha kuchli odamlar internetga chiqmay yurgan bo'lgan. Bir ikkita kuchliroq chiqib qolsa, u eng kuchliga ham qolyapti avtomatik tarzda. По сравнению-da qolganlarga solishtirganda. Endi nima qilamiz? Shunaqa trend ekan. Fanatizm kuchli ekan. Hattoki sertifikatini fake qilib Speakingdan 9 olganman. Speakingdan 9 olganda chiqqan odamlar ham fakeligi bilingandan keyin ham u emas, fakeligini ochgan odam aybdor bo'ladigan holat ekan. Butun shu trenddan foydalanish kerak. Qanaq qilib minglab odamni aldab kurs sotayotgan odamni himoyalash mumkin? U kishini u himoyalash bir tomon tursin. Uni xalqni aldanganini xalqqa aytayotgan odamga tosh otiryapti. U odam Xudodan qo'rq, g'iybat qilma. Ha, mayli, bu odamni ochma. 0 tursa ham mayli edi. Plyusga chiqmayapti, plyus kerak emas. 0 tursa ham mayli edi, yo'q, minusga tushirilyapti. Endi hozir misol uchun o'sha fake qilgan odamlarga ham hozir mana shu gaplarni aytsangiz, u aytadi. Men deydi, mana shuncha auditoriyam bor deydi. Mana shuncha auditoriya meni yaxshilayapti, maqtayapti, men yaxshi odamman deb o'ylaydi. O'zida. Qo'y fake qilma, o'sha masalan, rostdan ham kuchli bo'lsang, topshir, aldama lekin xalqni desangiz, aldamayman farqi nima? Mana shuncha odam yaxshi ko'radi-ku deydi baribir. Shunga shunaqa fisq va fasod tarqatadigan odamlarni jamiyat bilgani yaxshi-da. Ularni aytish kerak, ya'ni g'iybat har doim ham g'iybat harom bo'lmaydi-da. Shartlari bor. Ulamolar mana shu shartlarga, mana shu paytda fosiq odamning g'iybat bo'lmaydi degan odamlar ham bo'lgan-da. Mana bitta kichkina misol qilib keltiraman. Bitta tanishimga, oshnam deb yurgan tanishimga qarz berdim. $200. Ko'p emas. 1 yil bo'ldi. U qarzni qaytarib berish tugul, u qarz haqida nima ham yo'qda haligi. Oshna uzr, qiynalyapman, yana ozgina muddat berib tur degan gap ham yo'q. Xuddiki unga men qarz bermaganman. Vaholanki biladi. Orada aytdim, falonchi bormi? Oshga chaqirishadi. Falonchi bormi? Bor. Unda men bormayman. Qanaqadir ultimatum qo'yish kerak edi. U yerda $200 haqiqatda qiynalayotgan bo'lsa, menga $200 puli kerak emas. Prinsip. Boshqa o'rtog'imga, o'sha общий tanishimizga aytsam, oshna u mendan $1000 olgan deydi. Aytib qo'yishmaysanmi bunga ishonch yo'qligini? O'zimizda ham ayol sifatida shunaqa holat bo'lgan. Shunaqa bo'ladi. Menga Abdurazzoq aytgan, bu kishiga ishonch yo'q ekan, Ozodbek aka. Mana dalillari, iltimos chora ko'ring. Uni bilmayman. Ayol sifatida de facto lider sifatida qanaqadir chora ko'rish kerak edi. Shunga u kishini gruppadan chiqazib yubordim. Keyin gruppaga yozdim. Bu kishiga qarz bermanglar dedim. Siz nima dedingiz? Va nech pul bergandingiz? 400 bo'ldi, shunaqa 400 edi. $400 berganmisiz? Siz bergan ekansiz. Mirjalol bergan ekan. Qarang, ya'ni islomdagi eng katta prinsiplardan biri, o'zi 5-6 ta prinsip bor, maksim deyiladi. Saddud daror, ya'ni zararni oldini olish kerak. Qancha zarar yetkazdi biz bilmaganligimiz, to'g'ri, sirini saqlash kerak. Agarda bu faqat o'ziga qanaqadir sizni ko'rib qoldim, aroq ichayotganingizni, buni hech kimga aytmayman, mayli. Lekin ommaga ko'rsatib aroq ichsam, ommaga zararingiz o'sha trenddagi odamni videosini ko'rdim. 3 ta holatda aroq ichish mumkin. Siz olim bo'lsangiz, sulton bo'lsangiz va darvesh bo'lsangiz. What the hell are you talking about? Like shu odam endi 2,5 minutdan mayli. Endi u ham rus adabiyotini, sovet davridagi adabiyotni o'qib yurgan odamda u. Men tushundim u pointlarni qanday paydo bo'lib qolgan bu odamda. Men tushundim, darhol qabul qildim. Endi
sovet davridagi kitoblarni o'qib yurgan odamdan shu gapni Ibn Sino aytdi degan gap chiqishi tabiiy hol. Ibn Sino aytgan bo'lmasa sovet davrida propaganda ta'sirida mana shu yoqqa tiqilgan bo'lishi hech gap emas. Bo'lishi mumkin. Endi lekin siz bunaqa ishlar qilib yurgan odamni tarafini olib, keyin bu aybini ommani ogohlantirgan odamga tashashingiz endi bitta qiz shunaqa ko'p endi ovozli xabarlar qoldirgan, men ko'rmay qolibman-da endi. Shunaqa meni so'kib tashayapti endi. Shu darajada shaxsan nima parazit bo'lib ketganmi o'zbeklar deyapman-da, ya'ni Fanatik juda gap ko'p. haqiqatmi, haqiqat emasmi, umuman ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Kim aytayotgani muhim. Bu o'zbeklar emas, o'zbek internet segmentida, internetning o'zbek segmentida yoshlar fanatizmga juda moyil. Yomon odamdan ham ular rol model yasab olaveradi o'ziga. Yomon odam yomonlikni targ'ib qilib o'tirgan bo'lsa ham chiqib internetda fanat yasab olaveradi. Chunki boya aytgan gapimiz. U O'zbekistondagi masalan 3.8 million yaxshi insonlar bo'lsa, ularning hali ko'pchiligi yo'q internetda. Va ular ichidan 3.8 tasi chiqib o'zini ko'rsatyapti. Bo'ldi, o'shalar eng zo'rlar ekan degan fikr paydo bo'lib qolyapti. Lekin u asli 3.8 va 3.8 millionning ichidagi eng quloqlari bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Nima demoqchiman? Mumkin bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir mana shu kuzatayotganlar ham menimcha izohlarda masalan kitob o'qish haqida, nima haqida qaysi gap to'g'riroq emasda, kim aytdi bu gapni? Sizni obunachilaringiz sizni tarafingizni oladi, meni obunachilarim meni tarafimni oladi. Men obunachilarim kamroq, shuning uchun kamroq tarafim olar ekan. Yo'q, endi men ko'ryapman shuni. Mana shunaqa trend bormi? Bo'pti deyman, men ham endi shundan foydalanmoqchiman. Nima qilasiz? Zam kitoblarni iqtiboslar keltirasiz. Kontent qilaman. Kontent agar meni endi eng katta qo'rquvim o'sha kontent qilib boshlasam, juda aktiv kontent yurg'izib boshlasam yana, chunki men bilasiz qaytganman internetdan. 2021-yilda o'sha juda zo'r ketayotgan paytda qaytganman. Fanatizm paydo bo'lib qolmasin. Juda shunaqani bo'lib ketib qolyapti. Trendni ko'ryapman deb, bular emas odamlar ham o'sha rol modelga ham qolyapti deb qaytganman. Bu gapni bir necha marta post qilib yozganman. Va o'sha paytda aytganman. Ulug'bek savol bergan, Umidjonov. Yana qaytasizmi onlaynga degan paytda, o'sha paytda bir kommentda yozganman. Suv sal tiniganda qaytarman balki deb. Endi men hozir o'ylayman, qaytaman. Mayli fanat qilib yasamoqchiman, mayli qilaversin, fanatizm qilaversin. Kerak bo'lsa kommentni o'chirib qo'yaman. Agar shu darajada bo'lib ketib qolsa. Lekin trend shumi, trenddan bo'ldi, men foydalanaman. O'zimning gapimni aytaman. Kimdir olsa, fanat bo'lsa, bo'laversin, endi men bunga qarab o'tiradigan anonim yo'q o'sha. Shu yo'ldan kirib ketmoqchiman men. Trend shu ekan, ahvol shu ekan, o'zgartirish qo'limizdan kelmaydi. Hatto mana shu men uchun juda katta ta'sir, juda katta zarba bo'ldi. Hatto o'sha bitta fosiqni butun xalqni aldab yurganini chiqib, "Ey, senlar aldayapti, mana fakti, mana bu ikkinchi fakti, mana bu ikkinchi odam, mana bu ikkinchi odamning fakti" deb qo'ysangiz, siz aybdor bo'lib qolyapsiz. U nolam emas. Bo'pti, mana sizni kimligingizni bilmaymiz, tanimaymiz, rahmat aytganingiz uchun ketdik, biz uni atmosfera qilayotgan deyilmayapti-da. Sen o'ziga aytsang bo'lardi-ku. O'zimni olib qarasa o'ziga aytirgan. O'ziga aytsang bo'lardi-ku, sen g'iybatchi ekansan, ayollarga o'xshab shunchani o'qilasanmi degan gaplar bo'lgandan keyin tushundim, ortga yo'l yo'q. Shunaqa ekan, endi bo'ldi. Buni o'zgartirib bo'lmas ekan, bosib urish kerak ekan degan xulosaga keldim. Shunaqa. If you cannot change the people around you, change the people around you. I got it. Oh. Hopefully. Menimcha bu masala bo'yicha argumentlarimiz, kontrargumentlarimiz, xulosalarimiz kimgadir qiziq bo'ladi degan umiddaman. Kimgadir qiziq bo'lmasa ham shunchaki fikrimizni bildirib YouTube'ga qo'yib qo'yamiz. Qachondir kimgadir manfaat berar. Endi yana bitta sizni o'sha 950 kun oldindagi Ozodbekdan katta farq qilib turgan joyi oilangiz bor endi. Va mana yaqinda Xudo xolasa ota bo'lish maqomiga yaqin turibsiz. Qanaqa
o'zgarishlar bo'lyapti orasida. Hali 1 yil bo'lmadi adashmasam oila qurganingizga. 1 oy bo'libdi. Qanaqa o'zgarishlar, nima yangi mas'uliyatlar, nima qo'rquvlar, nima yorqin kelajak ko'rinyaptimi ko'zga, nima o'zgarishlar bo'lyapti? Chunki bu bizani auditoriyamiz, bizani kuzatib turgan yoshlar uchun keyingi etap. Keyingi qadam o'zi shu, bizda turgan hozirgi qadam. Qani nima o'zgarishlar endi sizda? Uylanish haqida sizga yoqmaydigan, agarda bo'ydoq odam bo'lsangiz, uylanish haqida sizga yoqmaydigan hamma aytilgan gaplar to'g'ri ekan. Bizni sostavimizda bitta bo'ydoq qolib ketgan, o'sha universitetdagi sostavda, xudo xohlasa yaqinda uylanadi degan umiddaman, bir 3-4 yilda. Shu kishi bunaqa uylansamidi, bunaqa deydi-da, keyin uylanganlar bir-birimizga qarab turib kulib qo'yamiz. Mayli, orzu qilib yuraversin deb. Uylanish aslida juda ham katta baxt. Odamni, ya'ni erkak kishi qiladigan narsa ham menimcha uylanish bo'lsa kerak. Aksariyat holatlarda endi istisnolar bor, o'sha Alisher Navoiyda aytishadi, Imom Navoiy ularning o'zlarining missiyasi bo'lgan. Arablarning gapi bor. Al-avladu majbana deyshadi. Ya'ni bola sizni qo'rqoq qilib qo'yadi deb. Endi ayol ham endi shu tipa bolangiz qanaqa, ya'ni feministlar tortishib ketmasin. Andijonda shunaqa gap bor. Sizlarda bormi yo'qmi? Bolalarim degan. Bolalarim deyiladi bizda. Sizlarda ham shunaqa deyiladi. Tojik tilida bachom deyiladi, ya'ni bachalar, bolalarim deyiladi. U oilam degan o'sha ayolim va farzandlarim degan ma'no beradi. Misol uchun men ayolim bilan ko'chada yuraman desa, bachomga tegishdim, ya'ni bolalarim bilan yuraman deyiladi. Shunaqa ekan. Qayerdan kelib chiqqan ekan, interesting bu so'z. Menimcha men hozir aytib o'zim tepib qoldim. Shu yo'q, bu Afg'onistondan ham bor ekanda. Afg'onistonga borib kelganda yaqinda endi ular Afg'onistonga nimaga boruvdingiz? Bu kameraga aytilmaydigan. Bu endi bizning tilimiz bir xil bo'lgani uchun ular bilan juda yaxshi juda ko'p narsa o'rgandim. Juda ko'p narsa o'rgandim. Afg'onistonda endi muddati ham sal uzunroq bo'ldi. Menimcha 10 kundan oshiqroq bo'ldik. Juda ko'p narsa o'rgandim. Boshqa davlatlarda bunchalik men shu narsa o'rganmagandim. Ularda ham bor ekan shunaqa narsa. Ayolni o'rniga o'sha bacha degan nimani ishlatar ekan. Chunki o'sha toshkentlik guruhdoshlarim bilan juda mana har dars Xudo bergan kuni shevalar haqida, shevadagi farqlar haqida gaplashamiz-da. Lingvistlar. Da, именно. O'sha boshida aytayotgandim, esimdan ham chiqib qolibdi. Nimaga o'zi kisai sibaviylarni gapirib berganim. Chunki o'zbek tilidagi kuzatishim bo'lganda meni o'sha ustozim aytib beryapti, doktor Hilal. Shaharlarda til osonlashib boraveradi, borgan sari shaharda. O'zgarib kelaveradi. Aytish osonroq bo'lib ketaveradi. Shunga masalan bu meni kuzatishim, bu hech qanaqa tadqiqot emas, shaxsiy fikrim, kimdir izlanib ko'rsa bo'ladi. Viloyatlarda masalan ko'proq qilyapti, kelyapti, da. Lekin Toshkentda qilyapti. Masalan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, kelyapti-da, kelyapti-ni aytish osonroq bo'lsa kerak. Bu research allaqachon qilingan, Cambridge tomonidan berilgan reading pretestda bu narsa ochib berilgan, London misolida. Chunki shaharlarda ko'p turli millatlar yig'iladi. Maktabidan boshlab ular har xil joydan kelganlar bilan birga o'qiydi va o'sha yondagi o'rtoqlarini ham turli xil gapirishlari uni haqiqiy British bolani ham haqiqiy British Englishga ta'sir qiladi va bu eng ko'pi o'sha qora tanlilardan bo'lgan deb Urban English nimadir o'sha haqida shunaqa pretestda reading bor. Topsam video tagiga descriptionga. Endi aynan O'zbekistonni qilib ko'rish kerak-da. Chunki nima masalan boshqa baliq deymiz-da biz. Baliq deymiz Andijonda. Nima u o'zidan o'zi Toshkentda baliq bo'lib qolgan-da yoki birinchi baliq bo'lganmi, keyin baliq bo'lib ketganmi? U yerda shu-da, ya'ni tilga ta'siri. Til ham rosa ko'p muhokama qilishyapti, ya'ni masalan menga umri bo'yi rus maktabida o'qigan inson sifatida bog'cha ham rus tilida,
Elena Valerinada o'qiganman. Keyin maktab, kollej, universitetda hozir 35 ga kirgan bo'lsam 25 yil rus tilida o'qib yurgan odamga чистый o'zbek tilida gapirish men uchun juda ham qiyin-da. Endi uylanishga keladigan bo'lsak, o'sha Suqrotmi kim? Henry Ford. O'shani gapi. Uylan, agarda yaxshi uylansang baxtli bo'lasan, yomon uylansang faylasuf bo'lasan. PBD aytgan, Patrick Ben-David, milliarder emas-ku, lekin multimillioner, podkasti ham bor, eng ko'p ko'riladigan podkastlardan. O'sha kishi aytgan, inson juda ham muvaffaqiyatli bo'lib ketishiga 3 ta sabab bo'ladi degan. Sizni birinchidan kimdir shu heartbreak ni ham o'zbek tilida yaxshi tarjimasi yo'q ekan. Ko'nglingizni sindirsa, yuragingizni o'sha hafsalangizni pir qilsa, shu haqiqiy ma'noda, ya'ni siz juda ham ishongan, siz sevgan, siz yoqtirgan odam sizni tashlab ketish kerak yoki sizga qanaqadir orqangizdan pichoq tiqish kerak, shunaqa qilish kerak. Erkak kishi qiladigan narsa, masalan, Buyuk Getsbida nimaga bunaqa ko'pchilik aytadi, то что amerikanskiy literaturada, Amerikan adabiyotida eng buyuk novel, roman deyishadi. Nimaga o'sha mavzuni ko'ring, mavzuni Daisy o'tda boyroq odamga erga tegib ketadi-da, janozasiga ham bormaydi shu. Spoilerlar berib qo'ymayman-da. Okay. Maza qilaman, lekin o'sha Getsbini o'qidim, mana shu umuman maza qilib yuboraman-da. Boya aytdim, badiiy adabiyot foydasi yo'q dedim, lekin o'zim aslida nimasiman, ishqibozman. His dream was so close that he could hardly fail to grasp it. He did not know it was already behind him. Shunaqangi yaqin keladiki orzusiga. Bo'ldi, o'sha imkon yo'q, bu yerda erishdim orzuyimga deb o'ylaydi-da, lekin xabari yo'q, u orzusi orqasida bo'lgan. Shu narsa, ya'ni sizni kimdir sevgan odamingiz sizni nima qilish kerak? Betray, ya'ni xiyonat qilish kerak. Ikkinchi narsa o'sha PDBni gapiga ko'ra unconditionally, hech qanaqa shartsiz sizni sevib, sizni hurmat qilib va sizni qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lish kerak hayotingizda. Va bunaqa inson ko'pchilikda yo'q. Sardor Rahimxonning qo'shig'i bormi, adashmasam, chin do'st yo'q, nima deydi? Xudo do'st, ota-onang do'st deydimi? Eshitganmisiz qo'shiq? Eshitganmasam kerak. Yo, eshitmaganmisiz? Juda ham hitoy o'sha bo'lganmi? Hitoy. Ya'ni shunaqa odam bo'lish kerak. Va bunaqa odam ota-onadan keyin ota-onada ham masalan qanaqadir nimalar bo'ladi, sizdan kutuvlar bo'ladi-da. O'g'lim o'qishga kirsin, keyin bizga yaxshi hayot, komfort yaratib beradi degan katta kutuvlar qo'yib yuborish mumkin. Endi ona unconditional sevadigan, hech qanaqa shartsiz sevadiganlardan ota-ona, keyin rafiqangiz bo'ladi. Rafiqadagi sizni qo'llab-quvvatlaydigan inson yo'q. Ya'ni 3 ta muvaffaqiyat uchun 3 ta eng asosiy faktorni bittasi aynan turmush o'rtog'ingiz. Endi bu ham lotereya, masalan, bilmaysiz. Men har doim aytaman, mendan maslahat so'rashganida ko'pchilik maslahat so'raydi. Nimaga siz sevgi haqida ko'p post qo'yasiz, lekin o'zingiz uylanmagansiz deydi. Coaches don't play deydi. Murabbiylar o'ynamaydi. Qachondir o'ynashgan o deydi. Men ham o'ynaganman deb. Azashib astag'firullah. Hali ham o'ynayman. Xullas, bitta men har doim aytaman maslahat sifatida, ya'ni uylansammikan, uylanmasammikan deb turib ko'pchilik taraddudi bor-da. O'zingiz ham menga adashmasam uylanganingizdan keyin bir haftadan keyinla jo'natgansiz. Juda ham bir o'rniq kitob bergansiz podarka. Ko'rinishi chiroyli. Men u kitobdan bitta quote-ni deb, bitta sitatani deb u kitobni sizga berganman. Va o'sha jo'natmasiga alohida rasmga olib yuborganman. O'sha iqtibos nima edi? Ya'ni kamchiliklarga qaramasdan uylanmadi. Kamchiliksiz yor izlagan yorsiz qoladi degan iqtibosida.
xatosiz yor izlagan yorsiz qoladi degan iqtibos edi. Ya'ni o'zi farishtasini izlayversang, oxiri shunchaki o'tib ketib qolasan. Vaqtidan degan gap edi. Ana u qo'shiq. Alhamdulillah. Yarhamukalloh. Ana ashula ham bor, prikol. TED Talk aslida, lekin ashula qilib aytgan. Tuda-suda dedi-da, qizlar izlayotgan odamlarni, ya'ni o'rtoqlaring bilan o'rtoq bo'lsin, ota-onang, lekin ularni yoqtirmasin. Ota-onang bilan yaxshi chiqishsin, tuda-suda dedi-da, keyin va siz o'ylashingiz mumkin, bunaqa erkak kishi bo'lmasa kerak deb o'ylashingiz mumkin. Guess what? You're right. O'z bitta bizning o'rtog'imiz bor edi. U o'sha juram bunaqa derdi. Men uylanmoqchi bo'lgan qiz boy bo'lishi kerak, lekin kambag'al oiladan chiqqan boy bo'lishi kerak derdi. Keyin aytardi. Chiroyli bo'lishi kerak, lekin chiroyni ko'pchilik ko'rmagan chiroyli bo'lishi kerak derdi. Zamonaviy bo'lishi kerak, iloji bo'lsa Yevro potokda, Yevro guruhlarda o'qigan, rus tilini yaxshi biladigan bo'lishi kerak, lekin o'zbekona bo'lishi kerak. Introvert emas, ekstravert bo'lishi kerak. Lekin iffati ham kuchli bo'lishi kerak. Degan qo'yardi. Men bu shunaqa xatosiz yor izlagan yorsiz qoladi degan o'sha iqtibos zo'r. Orada o'yin o'tdi-da. Hali ham izlayapti. Shunaqa bo'lsa kerak. No, yaxshi niyat katta qurish kerak, ya'ni don't lower your standards, raise your dua. Standartingizni tushirmang, ko'proq duo qiling, chunki Alloh beradi. Buni men oldin ham aytib yurardim, lekin amalda, ya'ni his qildim. Haqiqatda, chunki Xudodan nimadir so'raydigan bo'lsangiz, Firdavs jannatni so'rang. Firdavs jannatni oldida siz so'ragan narsa hech narsa emas. Yaqin ham kelmaydi. Eng maksimalniy plankani oshirib yuboring-da. Endi planka normalniy narsa so'rash kerak-da, to'g'risi. Masalan, qizlar ham, o'g'il bolalar ham qo'ysanglar-chi, ammo nimamga, mahramga geylik berish kerak. Dadang nima mashina minadi? Tiko. Ko'rgansiz Instagramda reelda? Ko'rganman. Eringiz nechta pul topish kerak desa, dadangiz nechta pul topadi? Come on. No, aytmoqchi bo'lganim masalan, Allohim menga Qur'onni 30 o'sha hafiza universitetda o'qigan, iffatli, bunaqa so'ravering. Alloh beradi, Allohga oson. Bu jihatdan boshi nima edi, esimdan chiqib qoldi. Ya'ni bu lotereya. Lotereya, ha. Siz aytgan gapni keyin men tushundim, o'ylaganimdan keyin. Chunki o'zim shu maslahatni boshqalarga berishni boshladim. Nimaga dedim? Chunki dedim, qara, nikoh bu oddiy narsa emasda, nikoh bu ibodat. Nikoh bu o'zi bakalavrdagi ishim men o'zim aynan mahr haqida bo'lganda, juda ham ko'p izlanishlar qilganman. Nikoh bu namoz o'qish, roza tutish, ihson, sadaqa berishga o'xshagan ibodat. Va ibodatlarni eng qadimgilaridan. Oldin 5 vaqt namoz o'qish bo'lmasligi mumkin, oldin bo'lmagandir. Bo'lmagan. Lekin odam ato ham ayollari bo'lgan. Endi ibodat qilish qiyin. Aslida olib qarasangiz. Ko'pchilik masalan so'raydi, charchamasdan roza tutyapsizmi deb so'raydi. Men bu savolga qarshiman. Roza charchab tutiladigan narsa emas. Faraz qiling, kimdir umraga borib keldi, charchamay borib keldingizmi? U savol yemagan savol. Lekin ibodat qilish qiyin. 5 vaqt namoz o'qish qiyin, masjidga chiqish qiyin, roza tutish qiyin, hammasi qiyin. Ilm olish qiyin. Eng qiyin narsa ilm olish, bu igna bilan qazishga o'xshagan narsa. Ilm olish haqida ko'p gapirsak bo'lardi. Boshqa safar gapiramiz. 3-podkastimizda gapiramiz. Inshaalloh. 950 kundan keyin. Endi bu logikani agarda shu mantiq bilan o'ylaydigan bo'lsangiz, agarda har qanday ibodat qiyin bo'ladigan bo'lsa, masalan, ihson qilish qiyinmi? Qiyin. Siz zakot berish qiyinmi? Qiyin. Chunki siz nechta pul masalan odam baribir ham nafs degan narsasi bor-ku. U degani nikoh ham aslida oson narsa emas. Nikoh ham qiyin. Nikohda ham qanaqadir tavakkal elementi bo'lishi shart.
qaror qilding, bas qaror qildingmi, Allohga tavakkal qil. Va Alloh tavakkal qiluvchilarni sevadi. Agarda siz topgan kandidat 10 dan 10 hech qanaqa kamchiligi yo'q, farishta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nimasi risk? Tavakkal bo'libdi. Tavakkal yo'q-ku bu yerda. Abu Hanifa menimcha aytsa bo'lsa kerak, bu yerda hech qanaqa diniy ma'lumot ketmayapti. U kishi aytganlar, biznes bilan har qanday olim shug'ullanishi kerak deganlar. Nimaga? Chunki bu unda tavakkulni rivojlantiradi. Chunki siz bilmaysizda, masalan, harakat qilasiz, lekin natija Allohdan. Nikoh ham xuddi shunaqa narsa. Shunga Hasan al-Basri aytadilar, Xudodan qo'rqadigan kishiga qizingni ber deydi. Agarda sevsa, uni ikrom qiladi. Sevmasa, unga zulm qilmaydi. Xuddi shu narsa nikohda ham. Siz har doim qanaqadir ikkilanish bo'ladi. Va menga kimdir aytib berdi bu narsani. To'g'risi, masdaraga borganim yo'q. Ya'ni kim aytgan aslida bu gapni, lekin to'g'ri gap ekan. O'ylab qarasam, nikohingizdan 1-2 kun oldin, o'sha nikohingizga yaqinlashgan paytda sizda shak-shubha juda ham maksimal darajaga ko'tarilar ekan. Ya'ni shaytonda o'sha eng yoqadigan amal ham o'sha er-xotinni ajratishda. Hech qachon ideal ayol, ideal er topa olmaysiz. Chunki men uylanib bo'lganman. Bas qaror qildingizmi? Allohga tavakkal qiling. Lekin bu narsani iltimos qilgan bo'lardim, qirq qo'yinglar, chunki uylanganim haqida post qo'yganimda kanalimdan 500 kishi chiqib ketgan. Hozir demak, meni kanalimdan ham shuncha odam chiqib ketib qolishi mumkin. Va Telegram yurituvchi ijtimoiy tarmoqlarda har qanday presence bor, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda yurgan aka-ukalarimizga ham maslahatimiz shu, hech qachon hech kimga uylanganingiz haqida ma'lumot bermang. Deb podkastimizga yakun yasaymiz. Men o'z rostini aytadigan bo'lsam, siz bilan boyagi ko'p argumentlarimizdan kontrargumentlar chala qoldi. Birinchi sababi tepada ochib qo'ygan fikrlarimiz esdan chiqib qolmasligi bo'ldi. Ikkinchidan kirishib ketsak juda oxiri yo'q argumentlar. Lekin bari xulosa chiqadi. Tomoshabinlar uchun yaxshi, juda ham yaxshi xulosalar chiqadi. Lekin menimcha ularni har bittasini alohida-alohidadan mavzu qilib ko'tarib bitta podkast davomida faqat o'sha mavzuni gaplashishimiz mumkin. Agar siz rozi bo'lsangiz, mana shunga bir qo'llanib ko'rishimiz mumkin. Men o'zim podkast qilyapman-ku. O'zim podkastimga ham mavzular qolish kerak-da. Uni olib qo'ymasligim kerak demak. Sizni men chaqiraman-da, keyin o'sha yerda gaplashamiz-da. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Menga xatolarimni ko'rsatgan odamni Xudo rahmat qilsin deb aytganlar Umar ibn al-Xattob. Va har doim men kutadigan narsa izohlarda qanaqadir konstruktiv feedback, ya'ni Ozodbek shu joyda noto'g'ri gapirdingiz va shu sabablarga ko'ra deb turib isboti bilan qanaqadir tanqidiy fikrlash bo'ladimi, tanqid bo'ladimi, shunaqa izoh qoldiringlar albatta. Va nimaga noto'g'ri gap gapirganimni yozib qoldirsanglar, men inshaalloh har bitta shunaqa izohni o'qib chiqaman va eng nima desa bo'lar ekan, eng ko'zimni ochgan izohga Xudo xohlasa ajoyib kitob sovg'a qilaman inshaalloh. Katta rahmat sizga Ozodbek, yana bir bor podkastimizga kelganingiz uchun. Umid qilaman o'tgan safargisidan ko'ra bunisi yaxshiroq bo'ldi. Men ko'proq eshitdim deb umid qilaman. Lekin bari ko'p gapiraverdim. Shu faqat siz bilan bo'ladigan podkastda men o'zim maza qilib gapiraman, chunki konstruktiv yo'lda controversial discussionlar bo'ladi, juda bahs, munozara yaxshi bo'ladi va argumentlarimiz juda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgani uchun ko'p holatlarda maza qilaman rosti gaplashib. Shuning uchun o'zi agar rozi bo'lasiz, bu safar ham ko'p gapirib qo'ygan bo'lsam va yana siz bilan har podkastlarimiz bu argumentlarimiz davom etadi degan umiddaman. Thank you very much. Rahmat, sog' bo'ling.